Sotuvchilik jihatlari tug'mami yo muhit shakllantiradi? CRM tizimsiz sotuv bo'limini boshqarsa bo'ladimi yoki bu 21-asrning, ya'ni must have instrumentimi? Qanday qilib biznes egasi sotuvchini ishga olish kerak? Nimalarga qarash kerak? Ruchka misolida tushuntirib ketsak, ya'ni qanaqa o'zi sotuv bu nima? Ya'ni shu aldab sotishlar sotuvchilarni umumiy olganda obro'sini tushirib qo'yadi. Albatta. Biz nimaga sotuvchidan ko'pchilik pixach qiladi deb o'ylaydi, aldoqchi deb o'ylaydi. Ishonmang sotuvchiga, u aldaydi. Shu narsa bizning qonimizda o'tib ketgan. Hamma ishonmaydi sotuvchiga. Badlar bilan shug'ullangan tarmoqli marketingi va badlarni bir analiz qilsak-da, Sotuvdan ko'proq foyda olishni bildirib qo'ysa, o'shamay yutqazadi. siz qanday qaraysiz sotuv skriptlariga? Ya'ni sotuv skriptlari orqali odam robot bo'lib qoladimi yoki qanaqadir kombinировать qilish kerakmi? Sotuv skripti o'zi kerakmi? Yolg'onsiz sotsa, nabor ko'proq sotamiz deb o'ylayman. Siz nima fikrdasiz, Arman aka? Men bilmayman. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta, foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan, qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolish. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Asoschilar podkastimizning navbatdagi soni. Bugun biz biznesga tegishli eng asosiy yo'nalishlardan biri, ya'ni sotuvni juda ham chuqur ko'rib chiqamiz. Bugungi mehmonimiz aynan sotuv bo'yicha va sotuv bo'limlarini qurish bo'yicha O'zbekistondagi eng kuchli ekspertlardan. Bugun bizning mehmonimiz sotuv bo'yicha mutaxassis Sarvar aka Zaynutdinov. Bugun asosan biz sotuv haqida gaplashamiz, ya'ni sotuv bo'limiga, kompaniyadagi sotuvga tegishli barcha mavzular. Bu sotuv skriptlari, sotuv bo'limini qurish, sotuvchilarni olish va sotuv muzokaralari paytida ishlatilgan so'zlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsiz. Rahmat katta taklif uchun. Xursand bo'ldik. Hop. Sarvar aka, bugungi bizning asosiy mavzuyimiz, ya'ni bu yangi formatga o'tyapmiz. Har bitta biznesda sotuv bo'limi bor. Ya'ni sotuv bo'lmasa kompaniya ish faoliyatini yurita olmaydi. Shuning uchun, ya'ni biz tadbirkorlarga bugun bitta qiymat berib ketishimiz kerak. Qanaqa qilib sotuvlarni oshirish mumkin? Mana Sarvar aka, masala nimada? Hozir mana sotuv haqida gaplashamiz, shuncha boshqa qilamiz. Odamlarda tabiiy savol tug'iladi. O'zi bilasiz, sotuvda juda ham katta skeptitsizm bor, xususan O'zbekistonda kimsan degan savol tug'iladi. Misol uchun, men ham chiqib olib, o'zi 11 yildan beri sohada yurgan bo'lsam, kimsan, o'zi nima aql o'rgatyapsan degan savollar bo'ladi. Men endi zritellar, obunachilar pozitsiyasidan, kuzatuvchilar pozitsiyasidan aytayman, o'zingizni kimligingizni, sotuvga qanaqa aloqangiz borligini aytib bersangiz va tanishib olsangiz odamlar. Zo'r. Rahmat. Savol bo'ldi. TikTok Alek deydi. Gapirishdan oldin. TikTok Alek. Zo'r. Rahmat savol uchun. O'zim sotuvchiman va sotuvchiligimdan faxrlangan insonman. Ko'pchilik sotuvchilar uyaladi. Sotuvchimisan desa, sotuvchi emasman deb qo'yadi, mutaxassisman deb. Sotuvchiman. 7 yil tajribaga egaman sotuvda va ko'zim faqat sotuvda ochildi. Va olmadim, tizimli korxonada ishladim va xalqaro korxonalarda. Bular qaysilar desangiz, Skoda, Hyundai, KFC, Dafna, Volkswagen, GM, afsuski. GM ishladim. Shularda ishladim va bu korxonalarni farqi nimada? Bularning istoriyasi bor. 100 yillik, 50 yillik istoriyasi bor va u yerda hamma muammolar hal qilinib bo'lgan. Ya'ni siz biror bir e'tiroz bilan borsangiz, yechim bor unga. Ana kitob yozilgan, aslida KFCda 10 mingta standart bor. 10 mingta, o'tta kitob bor, shuni qo'yadi oldingizga, 10 mingta. Любой savol javob topasan deydi. Любой savol javob bor. Ya'ni u yerga borganimda men to'g'ri ishlashni o'rgandim. Ya'ni ilojsiz to'g'ri ishlash. Ilojsiz. Va uni o'rgandim va mahalliy korxonaga o'tishni boshladim. Mahalliy korxonani chaqirishdi endi, san robot bo'lib ishla kerak, sotuvchi bo'lib ishla deydi. Yaqqa borsam hech narsa yo'q. Na bir standart, na bir KPI, na bir CRM, hech narsa yo'q. Men aytdim, aka, mana narsa qani? Aka, bu qani aytdim. Sarvar, agar shu narsalar bo'lsa, sen chaqirmasdik bu yoqqa. Shuning uchun keyin o'tiringda o'zing qilib shu narsa hamma narsani. Tam KPI, tam CRM, tam motivatsiya, обучение, produktni kitobi, sotuvni kitobi, hammasi bo'lish kerak edi. Sotuv bo'limida bo'lish shart bo'lgan narsalar. Oddiy must to have narsa, standart narsa yo'q. Keyin men nima qildim? O'zim bilganim, Hyundai'da o'rgandim, KFC'da o'rgangan narsalarimni joriy qilishni boshladim. Miyamning narsalarni. Buni bunaqa qilardim, bunaqa qilardim va bu sotuv bo'lim qurish deb aytilar ekan. Keyin nima qildik? Endi shuni ilmini yaxshiroq o'rganishimiz kerak. Tam Rossiyada bu narsa juda ham dinamik, tam Adilbash podключи deb aytishadi. Va ularning kurslarini ko'rdik. Endi ulardan ustozlar aytdi, qanday qilinadi, o'rganib, endi O'zbekistonda mahalliy va o'rta biznesga sotuvlarini konversiyani oshirish evaziga oshirib, даже garantiya beramiz. Sotuv oshmasa, minimum 20% oshmasa, pulingizni qaytarib beramiz degan. Hozir shunday kompaniyaga asos soldik, Optimum Pro Sales, call center va sotuv bo'limini qurib beramiz va agar sotuvlaringiz 20% oshmasa, unda pulingizni qaytarib beramiz. Chunki sizning vaqtingiz biz uchun muhimroq, chem pulga nisbatan. Qanaqa garantiyali period bor. Albatta, shartnomada million yuristlar bilan qattiq tuzib chiqamiz, что hammasi anaqa bo'lsin, ideal продажный bo'lsin. Sotuv bilan men bitta narsada xalqaro kompaniya deganingizda chet elda ham ishlaganmisiz? Yo'q, O'zbekistonda xalqaro kompaniya. O'zbekistonda joylashgan xalqaro kompaniya filiallar. Qara 7 yil. Ravshanbek. Na, bu 7 leta много. 7 yil bu ko'p.
26 yoshsiz, yoshsiz. Men uchun har holda men qaramanchi. Yoshman. Va 26 yoshda hozir men sizga 5 ta 6 ta xalqaro kompaniya aytdim. Hammasida sotuv pozitsiyasi. Hamma sotuvchi, boshqa lavozim yo'q edi. Nimaga aytsangiz, yozib qo'yardi, menejer. Po продажам, menejerda. Meni o'yladim, menejer borsam, menejer boshqaruvchi, men boshqaruvchi bo'larkanman deb borsam, sotuvchi qilib qo'yishgan. O'ylaganki, menejerning sotuvchi ekanini o'ylab, sotuvga ketganman. 18 yoshimdan beri sotuvdaman, faqat sotuvda. То есть sizni bitta bir og'iz so'z bilan agar ifodalaydigan bo'lsak, ekspert sifatida siz sotuvchisiz. Men sotuvchiman. Sotuv bo'yicha ekspertsiz. Sotuvchi. Faqat sotaman. Sotishdan maza qilaman keyin. Sotish bu nima? Odamlarga ehtiyoji bor narsani to'g'ri yetkazib berish. Bo'ldi. U yerda pixats qilish, yolg'on gapirish уже u ikkinchi darajali narsa. Sotuv bo'limlarini qachondan beri quryapsizlar? Sotuv bo'limini 2 yildan beri quryapmiz. Va 35 dan oshib loyiha qildik. Bularning ichida katta korxonalar bor. Strawberry House, tanisiyalar kerak, ya'ni Klubnika shokolad, Megastar, Klinkalar bor, Ko'z nuri degan hilol ta'lim o'quv markazlari bor, HBS degan o'quv markazlari bor. Va bular biz sotuv bo'limi qurib berdik va sredniy o'sish foizimiz 44%, minimal o'sish foizimiz 26% va maksimum o'sishimiz bor 401% ga o'sish qildik. Sababchi bo'ldi o'sishga. Sotuv bilan kommersiya oshish evaziga. Chunki bir xil joylar bor, ya'ni borasiz, hech narsa yo'q degan ko'rsangiz maza qilasiz. Shunaqa katta tochka ko'rasiz, ya'ni hech narsa CRM yo'q, Lidl shotkani ham bilishmaydi. U yoqqa borib bilasiz, qancha katta o'sish qilish mumkin. Agar unda daniylar bo'lsa, ya'ni A nuqtasi bo'lsa, hozir obroti bor qancha, uni oshiramiz. Biz foydalanamiz, obrotni oshiramiz. Ko'p joyda Daron aka bilan boramiz, bilin, servis yomon bo'lsa ko'ramiz, potensial millionerlar bor, shuncha pul yo'qotyapti deymiz-da. Noto'g'ri nimadir qilayotgan bo'lsa. Servis dabdalami joy dabdalasi ham sotuv yaxshi bo'ladi. Sotuv bor-da, ya'ni servis dabdala bo'lsa, bilin, servis to'g'rilasa qanaqa unda bo'lib ketar ekan deb o'ylab qolamiz-da ba'zilarda. O'zi marketing evolyutsiyasi bor, aynan shu bo'yicha aytsam, oldin sotuv bo'lish uchun produkt o'zi yetarli edi. Produkt bor, chunki masalan bozorda bittasiz, masalan GMdan tashqari boshqa narsani aytaylik. Masalan, Drujbada shunday jonon chekkanlar tomonning o'rtasida somsaxona bor. Hech qanaqa sistema yo'q, biram hech qanaqa remont ham chiriyotibdi, lekin o'chirib turadi. Shoning o'chi shunaqa chiqadi, protroj yo'lga chiqadi. Hech narsa yo'q. Endi ular hozir marketing qilishdi, chunki anaqa Ariol Reshga reklama qilib berdi, hozir yuritishyapti. Lekin mana bitta Drujbada hali call center ham hech narsa yo'q. Lekin shunaqa ko'p, chunki produkt yaxshi. Lekin ertaga produkt yaxshilanib boradi, chunki hozir butun dunyoda laboratoriyani anaqa qilish yo'q, iloji yo'q. Masalan, siz yaratgan narsani yaratib oladi bu odam. Shu laboratoriyaga beradi, bo'ldi, shunaqa qilib beradi. Ya'ni xuddi shunaqa produktlar paydo bo'lishi mumkin. Produkt unikal emas o'zi. Ana endi nima unikal, servis unikal bo'lishi mumkin. Masalan, siz Ferrari olganib borganingizda, sizga shunaqa qiymat beradiki, siz oldin buqatanlaysiz o'zingizga. Buqatanlaysiz, buqani kichkina bolasini ko'rsatadi, mana shuni katta qilamiz deydi, o'shani terisini shilib, keyin sangiz sizga qilib beramiz deydi. Bu o'zi qiymat ko'rasizmi? Siz o'zi buqani ko'rasiz sotuvda oldin. Bu buqa katta bo'lishini ko'rasiz. Yemlarni ko'rsatadi, mana qanaqa yemaydi deydi. Ferrariga bor deysiz, mashina olgan. O'zi buqa ko'rsatadi. Endi qanaqa sistema ishlaydi. Shuning uchun biror bir joy bor, ya'ni produkt o'zi yetarli. Qaysi joylar bor, o'sha produktni tiqilyapti hamma joyda, endi uni sotish kerak. Bir yaxshi produkt sotiladi endi. Bozorga borganingiz, kelib qoling, olib qoling deydi-ku. Hammada bir xil produkt, hammada bir xil qovun, hammada bir xil tarvuz, bir xil joydan olishadi. Lekin endi sotish kerak. Siz o'sha oladi, yeb ko'r deydi, test qilib ko'r deydi va endi sotadi sizga. То есть siz ekspert sifatida kakras shu muammoni hal qilib berasiz. Xuddi shu muammoni. Ya'ni raqobat bor joyda endi sotish kerak. Produkt yaxshi bo'lsa albatta. Menda bugun flashbacklar bo'ldi. Siz kelishingizdan oldin ancha gaplashdik. Haligi kino bor-a? Ko'rgan bo'lsanglar pastga yozishingiz mumkin. Wolf Wall Street. Va shuning uchun birinchi savolimiz juda ham ajoyib bo'ladi, mana Sharafshanbek. Aka, bitta master class bo'lsa aka, qani o'zi sotuv nimadan iborat? Ya'ni populyarniy fraza bor-ku, "Продай мне эту ручку" deyshadi. Ya'ni bitta mana shu ruchka misolida tushuntirib ketsak, ya'ni qanaqa o'zi sotuv bu nima? Zo'r, rahmat. Zo'r case, ruchka bo'yicha hamma shuni so'raydi. O'zi bu o'yinni o'z ma'nosi bor. Yaqinda buni Jordan Belfort o'zi ochib berdi hammaga. O'yin maqsadi qanaqa edi o'zi? Nimaga hammaga ruchkani sotib berasan va olib qo'yasan ruchkani so'rashdi. Hech qaysi sotuvchi ruchkani menga sot degan paytda savol bermas ekan. Hamma aytadi, bu ruchka zo'r, yozish mumkin, chiroyli, hamma taqdimotdan boshlanadi, chunki ehtiyoj hech mana qilinmaydi. Nimaga ruchka kerak o'zi sizga? Balki kerak emas ruchka. Shuning uchun ruchka bergan paytda siz savol berishingiz kerak birinchi navbatda, o'zi ruchka yozasizmi odatda? Ruchka kerakmi sizga? O'sha savolga agar javob berganda edi sotuvchilar, Jordan Belfort bo'ldi, rahmat, sen o'tding deb aytardi. Shuning uchun eng muhim narsa sotuv har doim savoldan boshlanadi. Men odatda nima deyman? Doktorga o'xshaydi. Doktorga borganingiz, doktor kelib, "Xush kelibsiz, keling, davolayman, men dorini ichasiz", desa hayron qolasiz. Debil deysiz-da. Chunki nima narsa u taqdimotdan boshlayapti. Aytasiz, nima bo'pti o'zi, qachondan beri og'riyapti, qanaqa og'riyapti, birdan o'yincham bahola deydi, qachondan beri naslda bormi savolni beraveradi sizga, чтобы sizga idealniy diagnoz qo'yish uchun. Sotuv ham xuddi shunaqa narsa, sizga diagnoz qo'yib olish kerak oldi. O'zi kerakmi sizga, ishlatasizmi, yo'qmi o'zi, qachon hayotingizni o'zgartiradi bu tovar yoki o'zgartirmaydi. O'shandan keyin biz taqdimot qilamiz. Ko'pchilik sразу boshlaydi taqdimotdan. Agar mana ruchkam eng zo'ri, Toshkentdagi eng to'pi, necha yildan ruchka bozorida ishlaymiz va itagdalik hech kimga qiziqmas. Shuning uchun bu o'yinning javobi birinchi savol berish kerak har doim.
professional sifatida. ruchkani sotish uchun sotmaslik kerak ekan. Albatta sotmaslik kerak. Oldin kerakmi yo'qmi bilib olish kerak ruchkani. Balkim kerak Shu emasdir. bitta anaqa keladida menga doim. Sotuv bilan tiqishtirishni odamlar adashtiradi. Pixach qilish. Da, вот именно pixat qilishi, tiqishtirish sotuv emas, Ko'ndirishda. ko'ndirish, majburlash va hokazo. Men o'zim ham sotuv bilan shug'ullanaman, xabaringiz bor? Ha. Sotuv bu nima? Men qisqa qilib aytgan. Yosh bola tushuntirganimiz. Sotuv nima o'zi? Sotuv bu ishonch. Ya'ni ikkita odam bir-biriga ishonch beradi, ya'ni kimdir ishontiradi, kimdir ishonadi va bu sotuv. O'zi sotuvning eng qo'pol ko'rinishi bu barter, oddiy narsa. Masalan, hozir ham biz sotuv qilamiz, bu yerda o'tirib, vaqtimizni tikyapmiz. Mana vaqtimiz, sizlar vaqtingizni ayamayapsiz, biz almashyapmiz. Bu sotuv degan. Hamma joyda sotuv bu o'zi barter. Ya'ni yoshidan bo'yanda bu narsa biz masalan, men ko'pchilik trening payti savol beraman. Birinchi sotuv qilgansizlar hammanglar deyman. Nima narsa o'sha birinchi qilgan sotuv deysizlar, ota-onamizga qilganmiz desam, hamma har xil javoblar beradi, quvonch berganmiz deydi. Birinchi sotuv bor, bu biz tinchlik sotganmiz onamizga sut evaziga. Biz tinchlik deymiz. Yig'laganmiz, krayn yig'laganmiz va onamiz bizga sut berganlar, biz o'yinganmiz. Onamiz sotib olganlar tinchlikni sut evaziga. Endi almashinuv birinchi sotuv hamma qilgan. Siz ham bilan tabriklayman. Chunki sotuv qilganmiz. Sotuv bu barter. Endi faqat nimani evaziga ko'proq ishonch ustiga quriladi. Endi boyagi savolga ham qaytamiz. Nimaga sotuvchini ko'pchilik pixach qiladi deb o'ylaydi, aldoqchi deb o'ylaydi. Masalan, xuddi shunaqa savol naqilga ham, muxlislarga ham, kim Malika bozoriga tanishsiz boradi? Tanish qidirmasdan telefon olmoqchisiz, shuni tikka borib, shuni telefon to'lab olib ketasiz. Men bozorga tanishsiz borish bu xato. Va biz qidirasiz, qaysi tanishim bor edi Malikada. Maliboni kiydiradi. Sinfdoshlar yozasiz, bolalar kim bor? Bozorga sergiliga. Ha, sergili. Mashina tanishsiz bormaysiz, kassa pul olasiz, oldingizga borib tekshirib berib mashina aldab borishmasin. O'zi qanaqa paydo bo'ldi aldash o'zi. Bu bizani dodamizdan qolgan termin sotuvchi aldoqchi. Nimaga aytsangiz, Ipak yo'li o'tgan bizdan bilamiz. Ipak yo'li o'tgan jamiki davlatlar borki, hamma sotuvchilar bo'lgan, savdogarlar bo'lgan. Bizda hech narsamiz bo'lmagan, biz olib sotganmiz. Xitoydan arab davlatlari uchun bo'lgan hamma jarayon kimdir oldi sotdi bilan shug'ullangan. Va o'sha dodamizdan dodasi chiqqan paytida bitta sotuvchi kelgan, karvonchi deya, karvon savdogar kelgan, so'ragan, "Mana narxing javobmi, chirib ketmaydimi?" Javob. Bu odamni qayta ko'rish ehtimoli 0.001%, mingdan 1% ga teng bo'lgan. Qayta ko'rib, o'lib ketadi u qachondir. Yoki siz o'lib ketasiz, uni ko'rmasdan. O'sha odam aldab ketgan. O'sha odam, ya'ni bizning dodamizdan aldab ketishgan, aytgan, ishonmagan sotuvchiga u aldaydi. Shu narsa bizning qonimizda o'tib ketgan. Hamma ishonmaydi sotuvchiga. Sotuvchi aldoqchi, sotuvchi tiqib yuboradi, aldab ketaveradi, javob beradi, baribir yolg'on. Shuning uchun hozir hammamizda qo'rquv bor. Sotuvchi, siz nima sotasan sen? Hali ham dodam aytadi, sotuvchiman desam, nima sotasan deydi. Sen meni kompaniyada usluga bo'lsa, do'konga yuribsan deydi. Nima sotasan deydi. Shuni tushuntira olmayman haligacha. Shuning uchun sotuvchi bizning shu azaldan Ipak yo'lida aldangan odamlar bo'lgani uchun bizning qonimizda hali ham bor. Bizning bolalarimizda ham bo'ladi. Sotuvchidan aldanish, qo'rqish, shu bozorga bitta o'zi bormaslik. Shuning uchun hozir onlayn bozor rivojlanyapti ko'proq, shu odam yolg'on kamligiga. SSRdan ham qolmaganmikan bu narsa? O'tdi ham Sotish mumkin emas edi-ku. Da, sotish mumkin emas, spekulyatsiya ham o'sha narsa. Ya'ni Albatta. sotuvchiga g'alati qarashadi-da. Ha, sotuvchi spekulyant, ya'ni bu nima desa bo'ladi? Haqorat. O'xshaganroq anaqa so'zda. Xuddi shunaqa, esingizda bo'lsa, oldin do'konlar qanaqa edi? O'rtada xolodilnik bo'lardi. Hozir ham eski do'konlar bor. Chetroyga borsangiz, o'rtada xolodilnik turadi, sotuvchi bu yoq tomonda, как будто pixach qiluvchi o'rtadan baryer bor. Bu yoqda siz mijoz bo'lib turasiz har doim. Hozir qanaqa bo'ldi? Vitrinada devor ko'chdi. Ya'ni sotuvchi oldingizga keladi hozir. Aytadi, "Aka, men yordamchiman sizga, aytaman, konsultant endi deymiz. Ya'ni bizga qaraymiz. Aka, tovar bor, davay, sizga yordam beramiz, yo'qmi?" Ya'ni hozir o'zgaryapti. Endi bizlar yordamchimiz sotuvchilar, endi yordamchi bo'lib ketyapti. Avvalda nima bo'lardi? Pixach qiluvchi, tiquvchi, o'tkazib yuboruvchi, aynan bozorchilar shunaqa bo'lgan. Va hozir ancha yaxshilashyapti. Qarang, do'dingiz zo'r savol beribdilar, ya'ni sotuvchisan, lekin nima sotasan? O'zi quvoq qilib aytganda sotuv faqat biznesda emas-ku. Sotuv, ya'ni hayotimiz sotuvdan, muzokaralardan iboratda. Ya'ni o'zi qaysi jarayonlarda sotuv bor? Qaysi jarayon sotuv yo'q desangiz, o'ylab qolgan bo'lardim. Qaysi jarayon sotuv yo'q? Biz har kun sotamiz, har kuni. Eng muhim narsa bu ideya sotamiz bir-birimizga. Aslida hozir ham bir-birimizga ideya sotamiz va bu narsani xuddi shunday muxlislar ham yozishadi, ideyaligini sotishadi hamma. Shuning uchun sotuv emas joyi o'zi yo'q deb o'ylayman hamma joyda. Hamma joyda kimdir o'rgatishimiz kerak, ishontirishimiz kerak. Eng zo'r sotishlar kimda desanglar, maktabga borgan uxlab qolasiz ertalab. Birinchi para yoki birinchi dars uxlab qolasiz, keyin ishontirishingiz kerak, o'qituvchini uxlab qolmadingiz. Yo'lda nimadir bo'lib qoldi, siz ishontirishingiz kerak, işte kirgizish uchun. Bu zo'r sotuvchilar. Eng oddiy joyi, bahona aytamiz, işte uxlab qolganman, kecha dars qildim, u bo'ldi, bu bo'ldi, qo'shni narsa bo'lib qoldi, yordam beraylik deb sotuvchida ya'ni. Sotuvchi odam shunaqa. Ya'ni vaziyatdan chiqadi har doim. Shu joyda bitta narsani to'g'rilab ketishimiz kerak. Endi men zritellar nuqtai nazaridan ko'ryapman. Hozir sotuvchilikni yolg'onchilikka tenglab qo'ymadikmi? Yo'q. Qayerda shu chegara? Bizda bitta narsa har doim kurs o'qiyotganimizda, bolalar yo'rayotgan paytimizda bitta narsani aytamiz. Sotuv bu yolg'on emas. Ya'ni ko'pchilik o'rtasida turadi-da, sotuv juda qiyin. Bir masdan
aka shunaqa deb yuborishimiz mumkin. Aka shunaqa bo'ladi. Biz bilmaymiz. Balki bunaqa bo'lmasdi. Shuning uchun eng muhim narsa u sotuvda bitta pallada 0,1 sekund turadi o'rtada. İşte bilmasdan, ha aka shunaqa. Ikida bilmadim. Bilasiz unaqa bo'lmasligini. Mana shu joyda turadi. Shuning uchun bu o'sha eng tagiga qaytib boradi. İşte o'zingizni ichingizdagi narsa, ya'ni qanchalik siz bu narsani aldab sotmoqchisiz. O'zi nima narsa? Masalan, men kelgan odamga boyam etdiga ehtiyojini qilash. Balki men tovarim kerak emasdir deb hisoblayman har doim. Birinchi men bergan narsa, masalan, siz men mijozim bo'lsangiz, men birinchi filtr qo'yishim kerak. Sizga yordam bera olammi, yo'qmi? Ko'p kishida qiynaladi. Masalan, bozorga borganingizda nima kiyim kiyasiz, ustingizga zo'r turibdi deydi. Uni yechasiz, aka bu ham zo'r turibdi deydi. Hammasi zo'r. Uje bilasiz, yolg'on bu yerda. Ertasi o'rtoq rasmiyat tashiysiz o'rtog'ingizga, o'rtoq qaysi bir yaxshi, o'rtoq say bo'ladi, qaysi qaraychi, yig'ishtir. Ertasi aldoqchi ekan. Ana dori sotadi, bosh og'riqdan dori bersang, mana deydi. Belim og'riyapti desa, shu dori belgi. Ko'nglim aynayapti desa, shu dori deydi. Hamma dori bitta dori bo'ladi. Bu ho'kizda aldab sotishda. Ya'ni shu aldab sotishlar sotuvchilarni umumiy olganda obro'sini tushirib qo'yadi. Albatta. Shuning uchun ham hozir sotuvchiman deb aytib bo'lmaydi hozir. Masalan, bir kun treningga bordim, Tuchin centerga. Sotuvchiman demaydi davomli o'zinglarni. Mutaxassisman, kurslar bo'yicha mutaxassismiz, mijozlashirish bo'yicha mutaxassisman deydi, lekin sotuvchiman demaydi. Chunki sotuvchiman desiz, ana odam o'zbek ish qiladi, xos sotadi menga. Xos sotadi shu odam. Biz doktorga boramiz, o'zi eng zo'r sotuvchi doktorlar. O'zi analiz qiladi, savol beradi, yemasang dori, lechenda men aptekaga borib, men otim etib olasan endi deydi. Ana sotuvchini zo'r doktor. Men yana to'xtayman, siz pozitsiyasizni tushunmoqchiman-da. Ya'ni biz yolg'on sotuvda ishlatishga qarshimizmi shunda? 100% qarshimiz. Men aytaman, yolg'onsiz sotsa, naborot ko'proq sotamiz deb o'ylayman. Chunki bir marta aldanasiz, qanaqa ikki marta aldash mumkin bitta odam? Hamma odam ikki marta aldanadi. Bir marta aldaysan, naborot 100% 6 oy yetadi demas, bir oydan yozmaydi bo'ldi. Siz qaytib kelmaysiz hech qachon. To'g'ri. Davron aka shu maktabga kech qolgan student keysini aytganingizdan keyin bu savol beriladi. Demak, masalan 2-3 marta uxlab qoldini deb aytsangiz, u o'xshamaydi уже. Albatta. Ya'ni birinchi martada yaxshi sotuvchi. Long termda yaxshi ishlamaydi. Tushib ketasan. Ya'ni yolg'on ishlatish bir martalik zo'r keys, lekin uzoq muddat yaxshi karyera qura olmaysiz. Любой odam sota oladi. Любой odam любой tovar sotishingiz mumkin yolg'on ishlatsangiz. Aka javob 100% yordam beradi. 100% ham hayotingiz zo'r ketadi, ana odam ishonadi. Bo'ldi, все. Bitta savol deyman sizlarga. Hozir bilasiz, O'zbekistonda endi krizis ketyapti. Endi ko'p kompaniya sotuvlar tushib ketgan. Mana shu yolg'on ishlatib sotayotganligi sabab bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Chunki raqobat ko'payyapti-ku. Raqobat ko'paygan sari odamlar mana qanaqa narsa-da, doktorga borasiz, doktorda eshitmoqchi bo'lgan bitta gapingiz bor-da, sen yaxshisan degan gap. Sen yaxshisan, o'zi tuzuksan degan gap. Yokida kam anaqa aytsa sizga, o'zi yaxshi yuribsan, ammo siz degan gap eshitish xohlaymiz-da. Uni eshitmasak, boshqa joyga borishni xohlaymiz. Ya'ni sizga kimdir doktor aytdi, ugroza bor, normal hayoting ugroza bor deyapti, siz juda yaxshi gap eshitmadingiz, boshqa doktorga borib ko'rasiz. Qaysi doktor aytsin, eshitaman, yaxshiman. Eshitmoqchi bo'lgan gapimizni xohlaymiz eshitishni. Ya'ni haqiqatda emas, biz eshitish xohlagan narsani eshitamiz. Xohlaymiz. Shuning uchun hozirgi paytda nima narsa, mijoz eshitish xohlayapti-ku degan gap ketishyapti, moda bo'lyapti. Masalan aytaydi, ta'lim sohasida ham deydi. O'zingiz ham info bozordamiz. Nima narsa bo'lyapti desangiz, ya'ni 6 oyda sen zo'r pul topasan. Shuni eshitish xohlayapti. Biz shuni aytayotganimizda bu o'zi yolg'on-da. U eshitish xohlayotgan narsani xuddi nimaga o'xshataman. Bolangiz bor, shirli mumkin emasdan picha o'ryapti. Bolangiz bilmaydi u mumkin emasligini aytadi, tam menga ishkilot olib bering. Siz olib bersangiz yaxshi otamisiz, olib bermasangizmi? Men shunaqa o'rgataman o'zim sotuvchilarimga, o'rtoqlar, mumkin emas odamni sotib qo'ymalaring. O'zi mumkin emas, chunki oxirgi puli bo'lishi mumkin-da. Masalan, kurs olib keladi, biz kurs sotamiz, anaqada ham zapus bilan ishlayotgan paytimizda oxirgi puli olmalaring. Oxirgi pul olib keladi, aka men shu bilan hayotim o'zgarar ekan deydi. Unaqa olmalaring mumkin emas bu narsa. Ertaga qanaqa javob beramiz oxirgi puliga? Shuning uchun yo'q, aka siz hozir bundan ko'ra siz boshqa narsa ishlating pulni. Keyin pulingiz bo'lsa o'qiysiz bizga. Va mana shu joy eng qiyin joyda, ya'ni nafs sanaqa qiyin joyda, pul olsangiz bo'ladi, shuni olib kelib turibdi pulni. Topib beraman deyapti, qarz olaman deyapti. Mana shu joyda yo'q deb qo'yishingiz kerak. Chunki men juda qattiq aytaman, bitta odam hayotiga naqd qo'ymalaring. To'chka qo'yib qo'yishingiz mumkin-da, bitta odam qarz bo'ladi, shu bilan ketdi, bu yoq qarz bo'ladi. Negativ yondashuv shakllanadi, keyin bular meni oxirgi pulimni olishdi. Ishi yurishmasa, keyin nima yurishmadi, chunki qarzga kurs o'qidim, o'shandan keyin shunaqa yomon bo'lib ketdi deb fikrlash boshlashi mumkin-da. Bo'ladi. Keyin pulni qaytar deydi, spiker yomon bo'ladi, natija ham bo'lmadi deydi, udan hammasi bir bilan ketadi. Bu yerda masala. Bu bitta bitta alohida mavzu o'zimda o'ylab qaragan bo'lsam, bizga nima qiziqroq, ya'ni bizani kuzatayotgan auditoriya asosan tadbirkorlar, yoki o'sha biznesga qiziqadigan odamlar, mana sizni asosiy faoliyat turingiz bu kompaniyalarga sotuv bo'limini qurish. To'g'rimi? Misol uchun hammaga qurasizlarmi yoki ba'zi kompaniyalarga misol uchun kelsa, ehtiyoj aniqligingiz, balkim siz uslugingiz kerak emasdir, ularga sotmaysizmi misol uchun uslugani?
Albatta, menda ham kim meni mijozim degan narsa bor. Men oddiy layfhack ham berishim mumkin. Ya'ni tadbirkorlarga hozir borsangiz hamma meni mijozim aytadi. Ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma meni mijozim deydi. O'zi unaqa emas. Hech qaysi kompaniyada bunaqa joy yo'q o'zi. Men aytaman, menda kvalifikatsiya bor. Birinchi navbat monitor qilish kerak kompaniya. Kompaniya qanaqa desangiz, masalan, meni produktim bor, o'sha produktim tushadi ham. Asosan xizmat sohasi, ta'lim soha, aytaylik, частный maktab, частный bog'chalar, uslugalar har xil, logistik kompaniyalar, IT kompaniyalar, ta'lim, ya'ni asosan xizmat sotamiz, to'g'rimi? Xizmat sotadi. Klinikalar bo'lishi mumkin. Nima narsa? Chunki produktga bog'liq emas bizning ishimiz. Yaqinda bitta kompaniyada ishladik, produkt ishlab chiqarishadi va 14 fevral edi, endi sezon edi, biznes pikka chiqqan payt podarka berishadi. To'xtab qoldi. Kirmayapti, anaqadan tamojin ham produkt bo'ldi, o'tirmiz endi. Stopga qo'yildi, 3 kun o'tirmiz. Keyin aytishadi, sotuv bo'lmayapti. Aka, produkt yo'q, nima sotamiz? Shuning uchun xizmat sohasida yo'q bu narsa. Masalan, ta'lim sohasida asosan onlayn darsda bo'lishi mumkin, offlayn darsda o'qitish bo'lsa bo'ldi. Ko'ramiz. Shuning uchun eng birinchi filtrimiz bu bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Masalan, xorika biznesda ishlamaymiz. Restoran, gостиница, kafe. Nimaga? Masalan, siz Evos'ga kirasiz, siz o'ylab o'tirmaysiz, Evos, o'zi bilasiz nima ishini, masalan, lavash yegan kirasiz. Yo'kida Bellissimoga borasiz, bu yerda pitsa yeyishingiz aniq, to'g'rimi? Ya'ni turib, aka o'ylab ko'raman, xotin va soat qilib chetmaysiz, to'g'rimi? Qayerda biz bormiz, qayerda o'ylash miqdori ko'p bo'lsa. Zaявka tushadigan joylarda. Da, unaqa o'ylash vaqti, masalan, uy sotamiz, uyda o'ylash vaqti, masalan, aytaman, hozir 2 oy. Ya'ni siz uy olishni 2 oy oldin o'ylab yurar ekansiz. Mashinada 1 oy. 1 oy oldin OLXdan qidirasiz, bozordan o'tdan tanishib salonga borib, 1 oy vaqtingiz mashina olish o'zi minimum bu. Va qatta o'ylash miqdori ko'p, o'sha yerda biz bormiz. Qatta impulsivniy prodaja biz o'tib kerak emasmiz. Masalan, do'konga kirasiz, tam suv olgan kirmoqchisiz, kirib o'ylamaysiz, nima suv olayotgan, yoki nomerni tashkil etaman, suv kelib qolsa e'tiboringlar demaysizlar. Bu boshqa do'konga kiramiz. Shuning uchun distributsiya sohasi bilan ishlamaymiz, xorika bilan ishlamaymiz, keyin bat sohasi bilan ishlamaymiz, bank sohasida ishlamaymiz. Endi bu boshqa joy qadriyatga to'g'ri keladi. Keyingisi o'sha aptekalar bilan ishlaymiz. Aptekalarning nima problema desangiz, men aptekman, siz meni klientimsiz, do'konsiz. Men oldingizga kiraman, aka, men stakanni oling, siz aytasiz, men hali sotmadim oldingizdan. Men yana qaytib ketaman. Yana kelaman, yana so'rayman, yo'q, hali sotmadim. Qarang, meni sotuvim siz sotuv bo'lishingizga bog'liq. Va bu yerda eng muhim narsa faqat narx. Sizga faqat narx qiziq. Ya'ni arzon olasiz, qimmat sotasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa qiziq emas. Buni sifati, uni ishlatmaysiz chunki o'zingiz bilan. Ya'ni sizga qiziq emas. Shuning uchun bu bilan ishlamayman. Yoqqa pros borib qolib o'tirishingiz kerak. Ani baliq yo'q deb tashab qo'yib o'tirasiz, oylab qachon chiqarkan. Hech narsa qila olmaysiz. O'zi tushib ola olmaysiz balonni. Shuning uchun biz nima qilamiz? O'zimiz oladigan darajada bo'laylik. Masalan, B2B sohasida ishlaymiz, biz turamiz unaqalarga. Aytaylik, kompaniyalarga boramiz. Masalan, yaqinda bitta kompaniyada ishlayapmiz, armatizatorlar qo'yib beradi, ofislarga chiroyli Hiltonlarga qo'yishgan. Приятный. Ularga boramiz, любой korxonaga bora olamiz, biz kiramiz, aka, bizda degustatsiya bor, bir kun qo'yib beramiz, hidini ko'ring, yoqsa keyin olib qolasiz, bo'lmasa olib ketaveramiz. Nima yo'qotasiz? Qaysi kompaniya yo'q deydi bizga? Keyin qo'yamiz, aytadi, bo'ldi, davay qo'y. Hidini ko'radi, yoqmasa, hid yoqmadimi, sizga boshqa hid qo'yib beramiz. Yana bir kun hid turadi. Uni yoqmaguncha hid qo'yaveramiz. Bir hafta, 10 kun, yo'q, mana shu hid yoqdi menga desa, aka, olib qoldingmi, ketaveray. Sen yo'q, xatiyatda, necha pul qilib berasan? Ketdi, bu yo'l savdo bo'ladi. Shuning uchun qayerga kuchimiz yetadi bizdan, sabab qila olamiz. O'sha yerda biz boramiz. Duxetapni prodajaga o'xshab ekan. Juda xuddi shunaqa. Xulosa qilib ketaylik, ya'ni qaysi sohalarda kuchli sotuv kerak bo'lyapti shunda, Davron aka? Xizmat sohasi eng muhimi, klinika, ta'lim sohasi, xizmat, ya'ni IT kompaniyalar bor hozir, marketing kompaniyalar bor, ya'ni uslub sotamiz-ku. Bu eng muhim joy bu. Qurilish, mashina, o'ylash bor soha. O'ylash. Sizda konkurensiya yuqori va o'ylash joyida qaror qabul qilmaydigan istalgan mahsulotni, demak, sotuv kerak. o'tda sotuvchi qaror qabul qilishga yordam berar ekan. Albatta. Mana shunaqa bo'ladi. Chunki hozir do'konlarga borsiz nima, olib berib yuboruvchilar, sotuvchilar emas ular. Konsultantlar. Olib berib yuboradi. Akani olib berib yuboring deysiz, olib ketaverasiz o'zingiz. O'tishim sotmadi sizga, o'zingiz sotib oldingiz. Kichkina do'konda shunaqa, erta sotuvchi deya olmaysan undan, to'g'ri. Aka, buni bering, uni bering, uni bering. Ya'ni nima bor deysan, konsultatsiya berish mumkin. Mana bu sir, mana bu bunaqa. Lekin ba'zi do'konlarda, misol uchun, kiyim do'konlarini hisobga olsak, ba'zi do'konlarda ya'ni konsultant, misol uchun faqat olib berib yuboradi. Ya'ni kiyim o'ylab olasan. Qimmat misol uchun do'konlarda o'tib prям sotuvchi-da. U ko'radi, mana buni oling, servis oshadi, uni KPIga ishlasa kerak balkim. Ayniqsa B2B sohasida, o'zida long term bitta zilkani qilishga ko'proq vaqt ketishi mumkin va normal sum olishadi. Masalan, men o'zim anaqam bor, rekordim bor, 11 oy sotganman. 70 ta mashinani. Pochtaga. Kedzi mashina, Volkswagen ko'rgan bo'lsangiz, ko'chib Siz adashmasam, Skoda Volkswagen kompaniyasida ishlagansiz, a? Volkswagenda o'sha endi ochilgan payt ishlaganman, omadim kelib qolgan. Va 70 ta mashinani sotish uchun 11 oy vaqtim olgan. 11 oy umrim olgan. Endi bu yerda sotuv qanaqa qiyinligini aytaman sizlarga. Bu davlatdan chiqqan pul.
oson emas. 70 ta mashina bitta сделкада. Bitta сделкада 70 ta mashina. 11 oy siz sikl сделки bo'lyapti bizda. Да. Va chekam normalniy $1 million bo'lganda. Unga ham qanaqa bo'lgan? Bu yerda sabr kerak, juda qattiq sabr kerak. Boshqa sotuvchilar ham bor edi, boshqalar. Ular oyiga tuyulib bir 50 ming, 30 ming obrat qilishardi. Menda 11 oy 0 yashaganman. 11 oy tanzil, men aytaman, tish tirnog'imdan nima bo'lsa bo'ldi, mana shu pulni olaman lekin. 11 oy vaqtim ketdi. Eng qizig'i nima bilmasam, 11 oy o'tdi, keyin men xavfsizlantirib bo'ldi, bo'ldi to'lamaydi bo'ladi dedim-da. Keyin ketdim ishdan. Ketdim. Bir hafta o'tdi, telefon qildi. Sarar $1 million tushdi shotlarni tekshirib oldi. Tamam, voy dom, aka bir hafta oldin qilmaysizlar, aytib shu narsani. Kipayam bor edi, kipay berishmagan. $1 million. Berishmagan? Yo'q, berishmagan. Chunki davlat ishxonaga ketganingizdan bo'ldi, siz ish qilmas. Yo'q. Chasni bo'lsa ham qancha bunaqa bor edi. Shans bor edi. Aka deb turardim. Chunki davlat shu tushadi emas. Menga bitta narsa juda ham qiziqda. Men ko'p o'ylayman shu haqda, ko'p haliga qilaman. Men savol sizlar ham eshitdinglar, o'zingizning fikringizni pastga yozinglar. Savol nimadan iborat? Mana misol uchun mana biznes egasi. Siz aytgan sohalar o'sha tam distributsiya deysizmi, klinikalar deysizmi, ta'lim sohasi deysizmi? U yerda sotuvchilar kerak, sotuv bo'limi kerak. Okey, sotuv bo'limini siz borib o'zingiz qurib berishingiz ham mumkin. Podключ qurib berishingiz ham mumkin. No, bitta narsani o'ylayman men. Qanday qilib biznes egasi sotuvchini ishga olish kerak? Nimalarga qarash kerak? Siz shaxsan o'zingiz nimalarga qaraysiz? Sotuvchilikka moyil odamlar o'zi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana shu narsani aytib bera olasiz. Albatta 100% bo'ladi. Birinchi nimaga qaramaslik kerakligini ayting. Chunki yaqinda bitta bo'ldi, case bo'ldi. Caselarni biz yaxshi ko'raman. Sotuvda rol o'ynaydi, rost storytellingda. Yaxshi ko'rishadi, case aytib bersam. Bitta akani ofislariga bordik, aytibdilar, "Sarvar продаж yo'q 3 oydan beri." Tamam, wow, nima ishlab chiqarasiz? Ishlab chiqaruvchi, profil ishlab chiqaradi. Bozorda ukollari bor, sotadi. Aytdim, sotuvchi kim dedim. Bitta sotuvchim bor dedilar. Ishlab chiqarish 100 odam ishlaydi. Zavodda aytaman, sizlarga sexga kuchini 100 odam ishlab chiqarishda bittani sotuvchi. Bittani sotuvchi. Keyin aytdim, aka, qanaqa продажа bu? Qanaqa sotuvchi desam, ish qilmayapti. Keyin bo'shating bo'lmasam, nima ishlab turibsiz dedim. Desam, sarvar короче, yaqinda otasi o'tib qolgan. Onasi ham nogiron. Aytaman. Wow, zo'r aka, nima qilayman hozir? Endi zo'r qilibsiz deb aytaymi, undan ko'ra ehson pul to'lang, u bolaga ishlamasin bu yerda. Bu yerda men ehson qilman u bolaga deb kompaniya riskga qo'yaptilar-da, 100 kishilik kompaniyani. Aytaman, aka, zo'r case aytaman sizga dedim, zo'r life hack dedim. Men chaqirmayman bu yoqqa dedim. Konsalting chaqirganlar meni, sotuv ochib ber dedim. Shu odam ishdan bo'shating, KPI qilib bering, narmen xodim oling. Va eng qizig'i $500 oylik beryaptilar ishchiga. $500 sotuvchi uchun bu yaxshi oylik-da. O'ylamaysiz, u bola masalan aytaylik, ehson olishni o'rganib qolgan odam $500 oladi, bo'ldi, bu yog'i ham qiz emas. Butulka deymiz, mana stakanga 200 ml suv ketsa, unga 1 litr suv quya olmaysiz hayotda. Iloji yo'q. Shuning uchun sotuvchidan bankasi bor. 300 ml dan 500 1 litrlik bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda sotuv bo'limi bu ehson bo'lim emas. Ko'pchilikni so'rayman, jiyanim o'tiribdi, ukam o'tiribdi, qarindoshim, opam ukasi, shunaqa, opam o'g'li. Aytaman, akalar, bu front har doim urush chiqayotganda frontda eng baqatli turadi-da. Peshkan qo'yilmaydi. Chunki frontni berdingiz degani bo'ldi, yutqizdingiz degansiz. Frontda eng kuchli bo'lishi kerak. Eng zo'r ko'rinishi ham, gapishi ham, oylik ham yaxshi olganlar-da. Butun dunyoda sotuvchi yaxshi oladi. Dasha direktordan ko'ra. O'zimni ham qo'chinaga, men sotuvchilar mendan ko'p pul olishadi. O'tgan oy sotuvchim $3,500 olyapti. Aytaman, xursandman. Wow. Endi bilaman, shu undan kelayotgan foyda menga ko'proq bo'lishi. Dividend menga $2,000 chiqqan. Aytaman, wow, zo'r krasavchik bo'ldi, молодцы. Endi qarang, o'zimga qarab olaman. 3 ta nyuans bor olishda. Birinchisi pulli bo'lgan qiziqish. Как будто naqa o'xshaydi. Yirtqichlar vegetarianist bo'lishi mumkin. Unaqa narsa iloji yo'q. Pulga qiziqmagan sotuvchi, go'shtga qiziqmagan sher ekan. Xuddi shunaqa. Yaqinda bola keldi, aka shogird bo'ling sizga, davay menga ham o'rgating aytaman. Bo'pti, men vaqt pul berayman senga. Desam, bo'pti, pul kerak emas menga aka dedi. Aytdim, "Boshqa qiziqmassan endi menga. Pul qiziqmasdi deyman, menga sen qiziqmassan endi." O'yladi, hozir pul kam etsam, meni ishga oladi deb o'yladi. Men aytdim, "Yo'q, menga pul xohlaganlar kerak." Men so'rayman boladan, butuldan so'rayman-da, "Necha pul kerak senga?" deyman. Ya'ni komfort yashashing uchun qancha pul kerak? $1000 dan past etsa qiziqmas o'zi. Bo'ldi, mana shu joyda rahmat qilib turgan, aytvoramiz senga javobini. Echar aytvoradi deb chiqarib yuboramiz. $1000 tepa yetdimi? Aka 1000, 1,5, 2000, 3000. Vo, krasavchik. Shu-da boladan kutsa bo'ladi u narsa. Keyingisi, gaplashish yaxshi ko'radim odamlar bilan. Kommunikatsiya qobiliyati. Bir xil bolalar introvert bilasiz. Hozirgi ayniqsa Z avlod introvertlar faqat shu messajda yozsa, даже suhbat qilibsan, yozib qo'ydi deydi. Keyin suhbat ketsa, Telegramda iloji yo'qmi deydi. Zapis berib qo'yadi. Aytamiz, yo'q, iloji yo'q. Kommunikatsiya qanaqa kommunikatsiya desangiz, masalan, ruchka beramiz, ruchka, mana shu ruchkani sifatlab berib bizga.
men уже miya ishlashni boshlaydi. Nima desam bo'ladi, urishgan, odam o'ldirsa bo'ladi, buni podarka qilsa bo'ladi, unaqa qilsa, bunaqa qilsa bo'ladi. Ya'ni bizda sifatli berdi, nechta sifat chiqadi. O'zi sanaganimiz 46 sifati bor shu urishgan. Hayron qolasiz. Odam o'ldirsa bo'ladi, tam odamni tiriltirsa bo'ladi, hattoki ham Shikoylasa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Narsa otsa bo'ladi, qiziz sochini tiqib qo'yadi, qilib juda ko'p narsalar bor-da. Просто ko'rasiz, anu bola kommunikatsiyasi. Kreativni seganda qo'pol qiladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni vaziyatdan chiqib ketish kerak-da. Sotuvchi vaziyatdan chiqib qolishi kerak. Uchinchisi bor, bu shaxsiy rivojlanish. Ya'ni men aytaman, muammo chiqdi, nima qanday hal qilasan muammoni deyman. Aybdor qidirasanmi, nima qilasan? Variant bermayman odatda. U aytadi. Agar muammoni oldin ildizni topaman va o'rganib va uni yechimini qidiraman desa, demak u bolada unaqasi bor, ya'ni o'zini ustida ishlash imkoniyati bor. Bir xil sotuvchilar bor, faqat noliydi. Borasiz, lidlar sifatsiz, odamlarda pul yo'q, krizis, men aytaman, sen nima qila olasan? O'sha ishni qil, всё. Odamlarni ayblama. Sotuvchi nima? Faqat shu ayblash kerak kimdir. Lidlar sifatsiz, musor, marketing ishlamayapti. Faqat shu gap. Haqqi bor. Shuning uchun 3 ta narsa kerak. Birinchisi motivatsiya, ya'ni pulli bo'lgan motivatsiyasi, kommunikatsiyasi va shaxsiy rivojlanish. O'zim ustida ishlaydimi yo'q. Ahmad o'qigan kitobing qaysi? Yo'q, kitob o'qimayman. Demak, tushunarli. Sen faqat menga vaysiysan. Sotib o'ynayotgan ayblaysan kimdir. Nima tushunarli. 3 ta narsaga qattiq qarayman. Mana shu 3 tani hammasi bo'lsa, zo'r sotib chiqara olaman. Ishlatib, ya'ni chiqarsa bo'ladi. Даже 0 bo'lsa ham, ishlamagan bo'lsa ham. Yani bir xil aytadi, men 2 yil tajribam bor sotuvda deydi. Aytdim, "Xo'p, молодец. Davay, qancha pul xohlaysan?" Shu 5-6 million bo'lsa bo'ldi aka. Sog' bo'l. Sotuvchi emas ekansan. Tadbirkorlarni va menejerlarning muammolarini aksariyatini kerakli bilim bilan hal qilsa bo'ladi. O'sha bilimni olish uchun siz qanaqadir kursga borishingiz mumkin yoki-da networkingizni ishlatishingiz mumkin. Networking o'zi bu nima? Networking bu sizni atrofingizdagi odamlar hamda yangi foydali tanishlar. Siz u orqali bilimlarni shunchaki og'zaki o'rganishingiz mumkin. Agarda siz networkingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, men sizga asoschilar yopiq biznes klubini tavsiya qilaman. Ushbu klubimizda turli xil sohalarda biznes qiladigan tadbirkorlar hamda top menejerlar yig'ilgan. Qo'shilish shartlari bilan tanishib chiqish uchun ushbu QR kodni skan qilsangiz bo'ladi yoki-da описаниеda havola qoldiramiz, o'shanga bosing. Asoschilar klubida ko'rishguncha. Hozir men shu yomon qichib turibdi meniki bor-ku. Shay в дебри зайду. Qani. Sotuvchilik jihatlari tug'mami yo muhit shakllantiradi? Ikkalasi ham. Men Ronaldo va Messiga o'xshatamiz. Messi bor talant, Ronaldo bor buni yaratgan o'zi, ya'ni ustida ishlagan. Xuddi shunaqa internet sotuvchilarim bor o'zimni, juda kam gapiradi. O'tirasiz, sotuvchimi deysiz, lekin kiradi-ku muzokaraga, chakitinmaydi. O'zani introvertlarni gapirsa charchaydi. O'zi charchaydi u bola, gaplashsa, o'tirsiz gaplashmaygan bola o'zi. Muzokaraga kirgan payt chakitinmaydi. U ishlab chiqargan shuni. Ya'ni kirgan paytda ekstrovert tirs yoqadi chiroqda, bo'ldi, ketdi. Tinmaydi, chakitinmaydi. Lekin chiqadi pul bilan har doim. Aytadi, pulsiz chiqish yo'q bu yerdan. Shunaqa, kiramiz muzokaraga, pulsiz chiqish yo'q, всё. Endi pul yo pul bilan chiqarib yuborish kerak desa, yo haydab yuborish kerak. Shunaqa keyslar bor. Shuning uchun o'ylayman ikkalasi ham. Faqat nima желание kerak. Agar yoqsa ish qilsa bo'ladi. Yoqmasa unda yo'q. Siz nima fikrdasiz, Arun aka? Men bilmayman. Fikringizni yozing, juda ham qiziq savol. Chunki men anaqa eshitganman, Martin Seligman degan odam bor, o'shaning kitobi bor. Juda ham mashhur inson, juda ham hurmatli inson. Просто так pozitivniy fikrlash bir bola haqida yozmaydi, u konkretniy anaqa bilan yozadi. Uni fikricha sotuvchi bo'lib tug'ilish kerak. Uni fikricha shunaqa. Endi bilmayman buni qanday aniqlasa bo'ladi, biz faqatgina taxmin qila olamiz. Masala nimada? Siz aytgandek haqiqatdan ham, misol uchun men ham introvertman deb o'ylayman-da. Ne очень сложно разговаривать обычно, ba'zida charchab qolaman. Именно gapirsam, o'zi charchash naqam yo'q, bilasan. Boshqa narsa meni charchatmaydi. Ko'p gapirib yuborsam to'kilib qolaman. Siz o'zingiz introvertmisiz yo'qmi? Men ekstravertman. Men gaplashsam maza qilaman. O'zi introvert va ekstravertni test qilgan usul bor. Men hamma aytaman shu testda. Bugun kun bo'yi ishladingiz. Kun og'ir bo'ldi, charchadingiz, uyga borib nima qilasiz? Mana shu savoldan introvert va ekstrovert bila olamiz. Introvert odamda men xonamga kiraman, tam dush qabul qilaman, kitob o'qiyman, muzika eshitaman yoki uxlayman. Bu introvertlar. Ekstrovert nima qiladi desa, men yerga ketaman, uyga o'rtog'imni chaqiraman, gaplashib turgan ozgina, o'rtog'imga gaplashaman, yoki-da Zoomga kiraman, qaysidir chet ellik o'rtog'im bilan gaplashamiz. Men charchagan payt kimga gaplashaman. Ya'ni vaqt kimga o'tkazasiz? Qanaqa o'tkazasiz vaqtni? Bitta o'yingizmi? Unda siz introvert yo ambivertsiz, ya'ni tortasi yoqqa. Yo, men bitta o'zim bo'la olmayman, charchagan payt kimdir kelish kerak oldimga deysiz, unda ekstrovert. Sen kimsan? Shu bu gapingizdan men oldin ekstrovert deb o'ylardim, lekin bu gapingizdan keyin men introvertman deb o'ylab qoldim. Ambivert bo'lishingiz mumkin, u ham. Bu ham menimcha, ha. Ko'p gapirasan. Ba'zida bunaqa, ba'zida bunaqa qoladi. 50-50. Yaqin shunaqa bo'ldi o'zimda. Charchadim hammasidan. Ketdim, toqqa chetaman dedim-da. 3 kun tam dacha olganman o'zimga. Faqat o'zim anaqa qilaman, o'ylayman dedim. Tipa anu
mana tushmoqchiman, deep work qilaman, o'tiraman faqat dedimda. Birinchi kun bordim, zerikib ketdimda. O'rtoqlarim keldim, dacha banda 10 ta bola chaqirib olaman. 3 kun dashda o'tirdim. Top shonsa, ha. Bir blok Red bo'laman. Hop, Bitta qiziq voqea qo'shib ketsa bo'ladi. Ya'ni tadqiqotda aytdingiz-ku, Zeligmanni. Xullas, eng qiyin o'sha voyennilar orasida eng qiyin bo'lishi bu Navy Seals ekan, Morskiy ko'chki. Ya'ni ularning imtihonlari juda qiyin, ya'ni ko'p odam o'ta olmaydi. Lekin imni bitta kasb egalari eng ko'p o'tar ekan o'sha imtihondan-da. Qaysi kasb bo'lsa, taxmin qilib ko'ringlar. taxmin qilib ko'ringlar, ya'ni qaysi kasb egalari eng ko'p o'sha Morskiy ko'chki bo'lar ekanda. Siz taxminingiz nima? Sotuvchilar. Imminni, ya'ni oddiy sotuvchilar emas, imminni strafovka sotadigan sotuvchilar ekanda. Chunki u yerda konversiyasi 1% da bo'ladi. 1%, 0.5%. Ya'ni ularning podgotovkasida nimasi qiyin, u o'zini qiynaydi, misol uchun ko'p suzadi, og'ir narsalarni ustiga tashab, cho'lda yugurishi mumkin va hokazo. Bular doim yo'qni eshitaverar ekan. O'shaning uchun uni ichki irodasi kuchli, ya'ni bitta sotish uchun siz 100 ta 200 ta yo'q eshitishingiz kerak-da. Shunaqa. Konversiya 1% почти. Sotganman, eng qizig'i, strok sotganman. Uzlife degan kompaniya ishlaganman. Va strok sotishi eng qizig'i mashina strovkasi emas. Mashina sotish вообще oson. Biz mashina ko'ramiz, mashina xotinni bilamiz. Majburiy yana, ish anu 1% kaskolar bor, ya'ni qimmat mashinaga 1% qilib qo'ysangiz, все all inclusive. Ursangiz ham 0.1 tushsangiz ham farqi yo'q. Farqi yo'q. Va sotaman odam strovkasi. Bo'lgan o'sha paytda. Bu nima yo'q bilasizlar? 3 odam tobut sotish yo'xshaydi. Ojibar bo'lasiz, olib qo'ying, yaxshi tobut bor. Shunga o'xshaydi. Shunaqa chiqarib tashladi, shoni haydab, tepib, so'kib chiqarib yuborishadi. O'sha birinchi marta kalteganman, strok sotadigan paytim. Tepib yuborishgan orqamdan. Chiqib, "Sen bu yoqqa chiqqin, nima deyapsan?" Tars tepishgan. Shundan keyin yig'lab ishlamayman deb meni bar ishlaganman, 6 oy ishlaganman. Juda qiyin. Konversiya 1% emas dash. Ayniqsa bizda. U qanaqa, borasiz, nima deysiz? "Oka, u narsa bo'lib qolsa agar" pul olasiz. Samga mas til olsanmi sizga? Do'ppomdan tushib ketib qolsang. Va eng yomon narsa bo'lgan. Bilmaganman, novichok edim, zileniy paytimda. Farzandlik tomonda, "Oka, qizingiz bu narsa bo'lib qolsa agar, qo'li pul sinib qolsa, sen nima deyapsan? Sen meni bolamni qo'yasanmi?" Ugrozaga o'xshaydi, sotgan. Keyin biz aytganmiz, "Keyslar, aka bitta tanishimiz bo'ldi, shuna narsa bo'ldi. Pul bo'lmay qoladi bir paytlar" deb, keyin birovdan keys qilib ko'rsatib, keyin sotishni bana qildik. Shunaqa paytda o'ksimaslik uchun nima qilasiz? Men misol uchun bizda yangi sotuvchilar eskilari bor, tako beton bolalar bor. Yo'g'ishtadimi, hayshtadimi, 100 marta yo'g'ishsa ham 101 marta telefon qilganda qilaveradi yana. Tajribasi bor bolalar. Yangilik o'ksinib qoladi. 10 marta, 15 marta sota olmasa bo'ldi, o'sha dal sotish qiyin bo'lib qoladi. Qanday qilib shu narsani o'zida ushlab turish mumkin? Axir bu jihat nafaqat sotuvda, balki любой yo'nalishda kerak bo'ladi keyinchalik, o'zidagi shakllantirib olsa. Farqlari ham kichkina emas-da. Bittasi 30 million topishi mumkin, boshqasi 7 million topishi mumkin-da. Bir xil vaqt o'tkazishyapti, lekin qanaqa natijalar? Bir xilliklar soni. 4 barobar natija qanaqa qilib? 5 barobar natija. Ya'ni o'sha jihatni o'zida qanday rivojlantirsa bo'ladi? O'ksinmaslik jihatdan xatolardan. Zo'r savol berdingiz. Biza mana narsada o'zi qachon odam demotivatsiya bo'lib qoladi. Ya'ni sotuvdan, umuman charchab, depressiya tushib qoladi, qachonki muvaffaqiyatsizlikdan seriyasi bo'lsa. Yo'q, eshitasiz, ko'payaveradi-ku, siz anaqasiz, demotivatsiya ko'tariladi. Va oxirida, "Meniki emas, ham ko'tarasiz." Uspey sotuvchi nima qiladi desiz, hech kim kepayli qo'yadi o'ziga. Masalan, men buni 50 ta qo'ng'iroq qilaman. 50 ta qildingizmi, yakrasavchik. Sotuv qilmadingiz lekin. Yakrasavchik, men 50 ta qo'ng'iroq qildim. Harakatli soniga keladi. Harakatdan soniga qo'yamiz. Keyin KPI bor, bizda qo'ng'iroqlar soniga. Ya'ni gaplashish miqdori 3 soat gaplashish bir kun telefonda. Zo'r. Keyin nima 3,5 ko'tar. Bo'ldi. Biz harakatdan son ko'paytiramiz. Kommersiya bor 50 ta. Endi 60 ta bor. O'shandan mazza qilish o'rganishadi. O'shanda откazda unchalik anaqa bermaydi. Va bizda KPIlar shuni bog'lab qo'yamiz. Pulni ham. Masalan, kuniga 50 ta qo'ng'iroq qotdimi, bir oyda 1,5 ming ta qo'ng'iroq qildimi, bo'ldi. Unda yana bonus bor. 1 million so'm pul oladi. Aytadi, shunga pul oladi-ku zato. Aytadi, zato yakrasavchik. Zato buni qildimmi. Bir xilor buni ham qila olmaydi. 50 ta qo'ng'iroq qila olmaydi. Unaqa bo'lib qoldi, telefonim ishlamadi, svyazi yo'q, bahona. Aytaman, sog' bo'ldi. Agar sen odam bo'lmaysan. To есть KPI harakatli soniga qo'yish. Albatta, ya'ni faqat natijaga emas, hamma natijaga bog'lab qo'yadi-da, sotsang olasan. Endi sotish uchun qilgan ishga qo'y. Masalan, menda Hyundai ishlagan paytimda test drive'ga qo'yilgan KPI. Kimni test drive'siz yo'q deydi. Aytaman, "Keling, Hyundai haydang, Santa Fe haydab qo'ying." Bepulli Santa Fe haydang davay. Shundan men pul olaman-ku. To'g'rimi? Uni haydab ko'rdingizki, siz oyisiz kelib qoladi. Ko'rasizmi, o'zi bir oy bog'langan hammasi. Shuning uchun shunaqa qilib biz ko'proq sotamiz. Soddalashtirsa, ya'ni sotuv bu telefon qildingiz, sraz sotib oldim emas-da. Birinchidan telefon qilish kerak, ikkinchidan ko'proq gaplashish kerak, uchinchidan kommersiyaga berish kerak, to'rtinchidan ham haydab ko'rish kerak. Ya'ni ani birdan sraz oxirgi qadamga emas, birdan undan keyingi qadamga demak o'tkazishga harakat qilish kerak ekanda. Это лучшая школа жизни. Sotuv
hayotning eng zo'r maktabi deb hisoblayman. Sababi yo'q eshitishni ham o'rganasan, harakatlar soni qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik muvaffaqiyat bo'lishni ham tushunasan. Doim yoshlarga aytaman, sotuvchi bo'lishlar deyman. Misol uchun men o'zim agent bo'lib ishlaganman, торговый представитель. Bor sot deyman. Chunki ko'pchilik haligi ish qidirganda ham mana ko'p keyslar bo'ladi bizda. Bitta rezyumeni ko'tarib oladi-da, ish topolmadim deydi. Nechta joyga bording? 3 ta deydi, 3 ta joy bor dedi. Men qarab o'tir. 50 ta joy borganda nima bo'lardi desam, menimcha ish chiqar, nechta ish chiqarsam, 2 ta 3 ta deydi. Bor 50 ta joy. Umuman. Va hokazo. Mashina faqat sotuv odamga o'rgata oladi deb o'ylayman. Eng qizig'i, men ham aytmaganman sizlarga, sotuvchi bo'lib ishlaganman xullas, 18 yoshlik, 17 yoshligimda. Biz bitta qanaqadir говно produkt yasaganmiz o'zimizcha, reklama sotamiz deganmiz. Golden Pages olib hammaga telefon qilib chiqqanman. Nima deydi? Kuniga bir 50 ta 100 tasiga telefon qilardim-da. Shunaqa qilib bir 200 ta 200-chisida bitta sotuv qilganman-da. Shu zo'r bo'lgan, chunki YouTube'da biz ko'rib o'tirardik, ya'ni obxod sekretariya degan texnika bor. Siz telefon qilsangiz, sekretariyaga, qana yordamchiga tushasizda, kamdan kam biznes ta'sischiga tushasizda. Keyin qo'yamiz, keyin texnikani o'rgandikda. Biz telefon qo'yamiz, men rahbariylar keldimi, telefon berib yuboring, kutayotgandim deyman-da, ya'ni kabut tanishmizda. Yo'q desa, kim so'radi desa, Ravshan so'radi deb aytib qo'ying deb aytayapman-da. Endi texnikalarni YouTube'da ko'rib olganman. Shu texnikalarni o'rganib, uyalmasdan telefon qo'yamiz-da. Boshida to'g'risi notanish odamga telefon qilish juda ham uyaltirardi. Sotuvning eng zo'r taraflari bu sizni nima bo'ladi? Yo'q javobni eshitishni o'rgatadi va uyalmaslikka o'rgatadi. Bu juda muhim jihatlar-da. Ya'ni hamma o'zi tupurgan bizga biz uyalib o'tiramiz-da. Ayniqsa yoshlar. Основательdan keyin ko'rgan bo'lsangiz, founder. Zo'r bilan boshlaydi, nasl qat'iyat, boshqa narsa yo'q sotuvda. Muvaffaqiyat siri nimada? Undami, bundami? Unda qat'iyatda deydi. Harakatlar sonida, mana matematik gapiradigan bo'lsak, harakatlar soni, qancha urinishingga bog'liq. Menda savol mana shu joyda sohalar haqida gaplashaylik. Bir analiz qilib bera olasizmi o'zingiz nuqtai nazaringiz bilan? Qaysi sohada sotuv bo'limlari sust hozir O'zbekistonda va qaysi sohalarda haqiqatan ham sotuv bo'limlari kuchli? Zo'r savol. Qayerda raqobat kuchli bo'lsa, sotuv zo'r bo'ladi. Masalan, UCM sentrlarda raqobat zo'r. Hozir masalan ingliz UCM sentrlardan bugun ham trening o'tib keldim. Rostdan zo'r. Sotuvchilar ham zo'r, KPI'lar zo'r qo'yilgan, motivatsiya zo'r, zo'r summa to'lashadi, zo'r sotuv bo'limi. Ya'ni kim UCM sentrda ishlasa yaxshi. Endi qattiq raqobat. Qaysi UCM sentr? Aytsa bo'ladimi? Aytmagan yaxshimi? Aytmagan yaxshi. Zo'r pul tikishyapti. To'g'rimi? Bolalar qancha ovozlar olyapsam 12 million 10 million ishlayapti. Va malaqsi krasavchiklar deyapman. Zo'r ish. O'quv markazida, O'quv markazida. Endi top UCM sentrda. Aytaman, demak, bu yerda yaxshi bo'layotgan ekan. Endi qattiq soha past bo'lsa, o'sha yerda yo'q. Masalan, hozir ko'chada ro'd deydi, avtomobil ro'yib ketdi, rosa. Bevayzi avtomobillar, chasniklar bo'ldi. Zo'r rivojlanib ketdi. Qo'yib yubormaydi. Telefon olib qo'ygan, men telefon qo'radi. Aka, nima bo'ldi? Olasizmi? Men mashina qidiryapman-da. Hamma o'sha telefon qo'radi. Chunki raqobat zo'r-da. Shans ko'p bu yerda. Shans kam sotishga. Shuning uchun o'sha yerda ushlab qolishadi sizni. Bilmagan holatda tarbiyalab qo'yasiz. Xuddi bozorga borganingiz, masalan, kiyim do'koniga borasiz, oddiy bozorga. Butikka emas, butikda farqi yo'q ularga. Qaramaydi ham. Aka, o'zingiz tanlab oringlar o'chi. Men oylik ishlayman shunaqa. Do'konchiga borasiz, bozorda do'kon o'ziniki chunki. Chiqarmaydi sizni. Aka, to'xtang, men sikki qilaman, to'xtang aka. Kiyib ko'ring, siz bitta keyin yoqmas ketaverasiz deydi. To'g'rimi? Qo'yib yubormaydi siz. O'tda raqobat bor chunki. Shunda chiqsa yoningizga olasiz chunki. Aniq olasiz. U biladi, hozir qo'yib yuborsam aniq odam qaytib kelmaydi. Boshqa joylarda qattiq yo'q. Masalan, bankka borsangiz hech kimga qiziqmaysiz. Davlat organlariga boring. Juda og'riqli anaqa. Zarba berdingiz hozir. KPI'lar to'g'ri qo'yilgan, hech kimda har safar urushaman men. Qarang, zo'r gap gapirilib ketdi. Ya'ni bozorda hozir nega ular yaxshi sotadi? Chunki do'kon katta ehtimol o'ziniki. Xodim ishlatish bilishmaydi endi. Bozorchilar menimcha. Demak, biznes o'zingizga bo'lsa, zo'r sotasiz. Albatta. Ko'p men biz kirsam, kim zo'r gaplashsa, katta ehtimol mana shu egasi deb o'ylayman-da. Nega bu biznes o'ziniki bo'lsa yaxshi sotadi? U nima qanaqadir biznes ochish avtomatik skilllaringiz oshib ketadimi yoki shunchaki siz xavotir olishni boshlaysizmi? Siz uchun har bitta sentlar pul bo'lib ko'rinadi sizga. Har bitta mijoz pul bilan qaraysiz. Sotuvchilar qanaqa? Yo'q, aka deyoradi. Qara, erinadi, orqasi turibdi o'zi. Biroz ochib qarash, aka yo'q ekan deyoradi. Endi siz o'sha yerda bo'lsangiz, nima deyapsan deysiz. Ham turibdi. Aka hozir topib beraman. Xotir olmay, chiqib bosh do'kondan olib qaytib kelasiz. Aka menda bor. Bizdan oling faqat. Bo'lmasa, undan ustiga $1 qo'ygan bo'lasiz. Masalan, Malikaga boring, qanaqa konkurensiya yuqori. Topgan qatdan. Kiras, do'konda vitrinada yo'q. Men iPhone 15 Pro Max 1 terabaytlik kerak deydi. O'z do'konda yo'q. Skatdan olib beraman deydi. Skatdan deydi, chiqadi do'kon yetadi. Hozir pul olib chiqib beraman deydi. Savdosh o'tdan olib sotaveradi sizga. Zato sizni qo'yib yubormaydi. Eng muhim narsa shu yerda. Ya'ni biznes egasini nimaga aytsa, chunki unda ambitsiya kuchli, har bitta pul unga kerak va u biladi yo'qotish qanaqa narsaligini. Sotuvchi nima yo'qotadi? Bar oylik oladi-ku. Mashta aytaman, men sotuvchi bilan biznes egasini bog'lash yer ambitsiyasini.
masalan biznes egasi har bitta sotgan boyisi xuchna boyish kerak sotuvchi ham. O'shanda bu ishlaydi. Masalan boraman, sotuvchi necha pul oladi desam 3 million. Bonus bormsam yo'q. Nima ishlash kerak u? Nima ishlash kerak? Ishlamaslik kerak. Hech birimiz, siz ham, men ham hech qaysimiz ko'p pul xohlamaymiz. Hammamiz. Siz ham ko'p pul topishni xohlamaysiz, men ham. Endi siz bilan biz nima xohlaymiz? Kam ishlab, ko'p pul topish. Sotuvchi ham xuddi shunaqa. Sotuvchiga agar faqat fiks oylik to'lasangiz, u odam kelmasligini xohlaydi. Buni quyosh chiqmasin, yomg'ir yog'sin, o'tiraylik undan ko'ra. Masalan, KFC ishlayman-da. Yomg'ir yog'sa sotib bo'lmasdi. Kim chiqadi yomg'ir yog'ib ko'chada? Baribir o'sha pulni oladi. Baribir o'sha pul sotib olamiz biz. Sotib olmaysizmi olardi. Odam kelmasin, o'tiradi, odam kelmasin, mazaydi deb. Qarang, biznes zarar ko'ryapti. Endi biznes egasi nima deydi? Quyosh chiqmasa, voy, bugun savdo qiladi. Nima qilaman endi deb dastlabki stories qo'yib tashaveradi. Stories qo'ydilaring dastlab ishlayapti bizda deb. Ya'ni ambitsiyalar bog'lanishi kerak bir-biriga. Nisbatan bir xil biznes egasiga boraman-da, aytaman, aka, sotuvchilaringizga ham fiks berasiz, bonus bering, u ham oson pul desam, bitta bonus qo'yib beradi bittasiga. Voy, men sotuvchi $1000 olyapti. Voy, men sotuvchi $1000 olyapti deydi. Aka, siz ham olyapsiz, 10 tomonga qarang, 10 tomon siz budingiz variantda, borib turibsiz katta desam, yo'q, sotuvchi men shu qilgan ishiga $1000 olish kerakmi? Va nima qilasiz? O'zi sotyapti-ku, o'sha pul olib kelyapti-ku bizga. Sotuv bo'limi yagona finans yaxshi ko'rgan bo'limi-da. Finans bilasa hamma joy yomon ko'radi. Moliyani anaqani HR yoqtirmaydi, marketing yoqtirmaydi, chunki pul oladi ular hammasi. Sotuv bo'limi yagona pul olib kelgan bo'lim. Shuning uchun men qayerda ishlagan bo'lsam, finans birinchi pulni sotuv bo'limiga beradi. Sotuv bo'limida ishlarlaring, pul ollaring endi. Qolgan joyda basharing qursin sanlar. Sotuv bo'lim qancha ko'p pul topsa, biznes o'zi ham shuncha ko'p pul topadi. Ya'ni mindset o'zgartirish kerak ekan. Sotuv bo'lim ko'p pul topsa, bu yaxshi, yomon emas. Endi zona setib ketyaptilar, ya'ni men bundan o'ylab qoldim-da, men ham real kam ish qilib ko'p pul topgim keladi-ku. Nega sotuvchim shunaqa xuddi shunaqa mindsetga ega bo'lsa, nega men hayron bo'lishim kerak-da? Bu xodimlar hammasi pul uchun ishlaydi deb ko'plarni hayron qoladi-ku. O'zim shunaqa bo'lsa, demak boshqa odamlar ham shunaqa ekan-da mindset. Hamma shunaqa. Shuning uchun uni tan olishimiz kerak va mana KPIlar yagona ko'proq ishlashga majbur qiladi. 50 ta qo'ng'iroq kuniga, tam ko'payib yuborish kerak, bir oyda 100 ta. Bu majburlaydi sizni ishlashga. Boshqa yo'l yo'q. Agar faqat oylik bersangiz, u ishlamaslik xohlaydi, nima? Faqat fiks oylikka ishlaydigan barcha sotuv bo'limlari noto'g'ri ishlayaptimi demak? Albatta, 100%. Xuddi bankga o'xshaydi. Ana ko'nda bank emas bo'lashib ketdi. Kassada o'tiramiz endi. Bilasizlar, kisliroji, anka o'ting, haydovchingiz kelmadi, to'g'ri turing. Men ishlayapman. Juda rasvo. Men qo'shilaman mana. Izohlaga yozinglar, kimda bankda mana shunaqa rasvo servis bank sohasi, ya'ni imенно servis juda yomon. Davlat xizmatlari yagona darcha xullas. Nima uchun KPI yo'q? U yerda anaqada davlat ishxonalarida yagona KPI bu sizni tepadagi odam yo mashina olib ketish kerak uni. Yo u qamalib ketish kerak, siz tepaga chiqib qolasiz bitta. O'shanaqa bitta motivatsiya bor. Kariyerni KPI yo'qmi-kan? Bizga usluga sotildi-ku. Yo'q. Qani qo'shimcha uslugalar bor. Do'p uslugi sotishadi xolos. Do'p uslugiga o'sha do'p uslugiga o'zini xizmati bo'lishi mumkin alohida. No, o'ylashim bo'yicha bu yoqda yo'q. Endi qarang, men anka bankka bordim. Kassir o'tiribdi. Qo'pol muomala qilyapti hammaga-da. Keyin kassirga yashab o'tiraman. Endi men kayfiyat yo'q bilasizlar. Ular ikkita narsa yomon ko'radi kassir. Любой kassir ikkita narsa yomon ko'radi. Birinchisi odamlarni, chunki tugamaydi odamni. Ikkinchisi pulni. U pul uniki emas. Ish pulini va xitqoradi pul sanash kerak, qo'ynaydi pulni. Oldinda pul qo'ymalaring dedi. Qo'ynaydi, chunki uniki emas. Men aytdim kassirga. Do'stim dedim, hozir har bitta kelgan odam senga baho qo'yadi. Agar 5 baho qo'ysa, 5 ming so'm qo'shib beraman har bittasiga dedim. Kuniga 100 so'm qabul qiladi. Bu ham kuniga 500 ming ishlashi mumkin. Nima qilasan dedim. Turib choydan yeyman dedi. Ko'ring, kelgan odam shuncha o'chib turibdi sizga 5 mingdan, shuncha o'chib. Voy, oyga to'xtab turinglar, siz ham o'tiringsiz, bu o'tirma choydan ichib turing, shunaqa qilishdi hamma. Faqat nima, просто KPI to'g'ri qo'yilmagan. Rozi qil ana odamni, u yana kelsin senga. Mana shunaqa bo'ladi KFCda. Men yaxshi ko'raman odamlar gaplashishni, oldinda bolda turadi kassirlar, nima qiladi? Men oxirida turaman kassada 3-o'rinda, chunki u birinchi tursa shunda ham siz kelishadi. Men xohlayman shu menda qiyinroq bo'lsin shans, shunda oxirida turaman, 3-o'rinda turardim. Menda 3 ta o'chit, yonimda kassa bo'sh turardi. Men kassa borsam, "Yo, seni olamiz." Nimaga? Men chunki gaplashaman ular bilan. Gaplashaman, yaxshi ko'raman. Yana bitta qiziqarli keys aytib beraman sizlarga. McDonald's bundan bir 10 yil oldin Qozog'istonga kirib keldi va butun dunyoda McDonald's zarar ko'rdi Qozog'istonda. Jinnoq qoldi McDonald's. Cho'ttak mosna bo'ladi. Qozoqlar qanaqa bizga paradajamiz bo'lmayapti. Akasi, Qozoqlar ham bizga o'xshagan xalq, yaxshi ko'ramiz. McDonald's qanaqa ishlaydi? Robot bo'ldi. Operator 5-chi, burger, kola, free, sizdan 50 ming bo'ldi, kassada olaverasiz. Yo'qmadi Qozoqlarga. Kirishdi Qozoqlar yetishib borib, bratan, burgermi nima? Assalomu alaykum, bratan deb kiradi-yu, unaqa narsa yo'q o'tdi. Hech kim kulmaydi ham даже. Даже operator ismi yo'q, nomerda. Lekin Qozoqlar o'rganishdi, Qozog'iston o'rganishdi. Nima bo'ldi desa qarasa, xalq горячий, gaplashish ko'radi. O'rislar bilasiz, ular nilja.
net время deyveradi sizga. Icho nima? Ular vaqtini tejaydi. Biza gaplashishni, mazza qilishni xohlaymiz-da. Qozon ham xuddi narsa. Va McDonald's kirib, qaytadan trening qildirishdi. Qozondan chaqirishdi. Trening qildiring meni bolalarimni va ular gaplashishni boshladi. Hozir borsangiz, assalomu alaykum, xush kelibsiz deb aytadi. Qozon McDonald's aytadi. Butun dunyoda McDonald's tizimini sotuvga o'zgartirdi. Bo'lmasa ular faqat tezlik ishlaydi. Ularga salom berish ham vaqt yo'q. Nima o'zi po idea unit ekonomikasi ishlab chiqarish kerak, McDonald's. Ular ishlab chiqaradi to'xtamasdan. Robot konveyer yo'lida ishlash kerak o'zi. Xo'p, mana shu joyda mentalitet haqida gapirib o'tdik, etika haqida gaplashsaydi, qanaqa texnikalarni sotish paytida ishlatmagan ma'qul deb hisoblaysiz? Manipulyatsiya qilishni. Chunki ko'pchilik meni manipulyatsiya qilyapsiz deydi. Chunki shunaqa texnikalar bor, sizni hin deyishga majbur qilgan. Hin durasi, что miya уже ga anaqa bo'lib qoladi. Programlashib qoladi. U manipulyatsiya o'zi. Keyin faqat siz yoqagan gaplarni gapiraman. Faqat sizga yoqadigan. Masalan, kasbingiz zo'r turibdi lekin, o'z tushingiz ham yaxshi lekin deb o'rtada komplimentni qo'shaman. Ikkidan osha kompliment mumkin emas sotuvda. Chunki bir xilda bor, yopishaveradi siz. Masalan, bozorga borganingiz shunaqa. To'g'rimi? Ana aytadi, anaqa qursa deganlar-chi. Qora qoshli yigit qarab boring bu yoqqa. Bilasiz, sizda qora qosh emas bo'lsa, bilasiz bu narsani. Bu narsa aniq bu narsa. Ya'ni manipulyatsiya qilib bo'lmaydi sotuvda va manipulyatsiya uje majburiy qilib qo'yadi sizni. Yo'kida majburlash yana. Bilasizmi, masalan, taksida chiqasiz anaqaga, turgan bo'ladi, anaqalar. Pitakchilar turishadi. Taksi kerakmi sizga? Yo'q, garchi ishni David qilishadi. Taksi qancha desan sen? Sotuvchi, uni ko'rib muomala qil, uni olib ketman. Hammamizda bo'lgan shunaqa narsa. Pitakka borasiz, chiqdingiz, pitakchilar turadi o'zi. Chiqdingiz, taksi kerakmi? Yo'q deysiz. O'zi kerak taksi. Yurasiz, 100 metr ko'rmay keting, keyin taksi chekib ketasiz. Nimaga? Chunki bilasiz, ular sizni manipulyatsiya qilib qimmat pulingizni oladi. Shunaqa. Ayniqsa vodiyga qatnayganlar, tam dalil bo'lishi. Masala, просто mana shu etika gran chegarasi qayerda? Ya'ni mana misol uchun sotuv paytida baribir ham texnikali ishlatiladi. Baribir ham o'sha qanaqadir manipulyatsiya qaysidir dozirovkasini berasiz. Hatto bu odamga og'rig'ini ko'rsatib berishingiz kerak. Ba'zi odamlar bilmaydi shu tovar unga kerakligini ham-da. Chegara qayerda? Mana qayerda men shu etikadan o'tib ketaman. Zo'r. Men bitta narsani hammaga aytaman, quda tomon bor hammada. Quda tomon kelgan odamni qara deyman. Ular aldab bo'lmaydi. To'g'rimi? Ya'ni bitta aldasangiz, quda tomonsiz, olib bir tiyin bo'ladi. Unga mulozamat ko'rsatasiz, muomalani to'nki qilasiz. Endi o'shirib ham bo'lmaydi, kamaytirib ham bo'lmaydi o'tda. Endi shunaqa to'nki, tepaga chiqarasiz har doim, birinchi bunga ovqat berasiz, bo'lmasa hammasi to'nki ushlab turish kerak. Eng oddiy keys, quda tomon deb qara deyman. O'zingni masalan, opangni bergansan, quda yeb qoldilar. Qanaqa muomala qilasan deyman. Keyin xushib o'tiribsan, lekin oshirmaysan, hazil ham ko'paytirib bo'lmaydi. Endi u yerda shunaqa to'nki ushlab turasiz, bilasiz. Hozir neto gapirib qo'ysam, yoki hazil qilib qo'rsam, sirasi opamga minus bo'ladi, menga minus bo'ladi. Shu hammasi o'ylaysiz. Shuning uchun eng zo'r tomon quda tomon deb o'ylash. Ya'ni siz qila olmaysiz, o'zgartira olmaysiz pozitsiyangizni. Oddiy yo'q, chiroqni quda keldi. Все. Eng zo'r narsani ko'rsatasiz, alda olmaysiz. Yana aldab qo'ysangiz nima bo'ladi o'tda? Opingizni qo'llarida turibdi. Alloh olmaysiz yo'q. Chegara masalasini mana ko'tarish, men o'ylab qoldim. Aytaylik, biz ikkalamiz sotuvchimiz. Meni ehtiyojni aniqlash, mana misol uchun pechistupенчатый model продаж bor-da, salomlash, ehtiyojni aniqlash, prezentatsiya qilish, e'tirozlama ishlash. Aytaylik, menda skriptlar anura yo'q, siz algoritm bilasiz, ehtiyojni aniqlashni bilasiz, siz texnikalarni o'tlaysiz. Endi men o'zim perspektivamdan turib, sizni manipulyatsiya orqali sotyapti deb aytishim mumkin-da. Mana yaxshi o'yin sotasiz, chunki siz o'rgangansizda, shu rostdan chegara qayerda, misol uchun ehtiyojni aniqlab, keyin o'sha ehtiyojlarga davleniya qilasiz-ku endi. Misol uchun aytaylik, telefon sotyapmiz, bu men bilib qoldim, qani mobilograf bo'lmoqchisizda. Men faqat o'sha mobilografiyaga uryapman. Mana telefonlarni olib mana yigit shuncha pul topib ketdi, men montaj qilish oson va hokazoda. Bu manipulyatsiyami yoki qayerda rostdan mana chegarada, etika qayerda sotuvda? Qarang, zo'r bitta anaqa yana keys aytaman. Sotuvda kim sotuvdan ko'proq foyda olishini bildirib qo'ysa, o'sha yutqizadi. Oddiy qoida. Masalan, sotuv munosabatga o'xshar ekan. Xuddi shunaqa. Ya'ni bildirib qo'ydingiz bo'ldi, quliydi. Masalan, men sotyapman sizga, mendan sotmoqchiman-da, buni sotsam menga bonus borligini bildirib qo'ysam, bo'ldi, men sotolmayman sizga. Bar bonusi bor deysiz. Men aytaman, men anaqa ichmasangiz o'zingiz bilasiz. Buni shundoq boshqa odam oladi. Aytasiz, buni kerak emas ekan sotish o'ti. Shunaqa bo'lgan, bozorga borganda, aka, bizda eng arzoni, xolos boshqa joydan olvering desa, shu o'shandan olib qoladi endi. Chunki ishonch o'ziga uverенность ko'rsatyapti, kerak emas chaqib продажа bunga. Bizga kimga продажа kerak emas bo'lsa, o'sha yerdan olgimiz kelib qoladi. Yaqinda bu anaqaga bordimda, to'rt bozorga, bozor to'rtni yaxshi ko'raman. To'rt bozorga borsam, to'rt bozorga kirasiz-u, men sizga aytmasam, $100 beraman, va shuni turgan joyda qimmatni tura olasiz. Kirganingizdan keyin tura olasiz. Hamma tortib tashladi, hamma opal tortishadi, og'ziga solib tashladi, buni turgan. Yunusobodda to'rt bozor bor. Ichkarida, pavilyonda.
tortib tashladi hamma joyingizdan, chunki hammaga pul kerak. Siz ko'rib qolsangiz, "To'g'ri pulsiz, vau, pochga pul keldi." Borib ko'raylik. Tiqamiz man to'rtni. diyetadan To'rtni tiqamiz hozir. og'zimga 4 tiqib. Ya bu Tashidi ojizga. business experience. Men tiz ushiydi, o'zi tiqib tashidi, chayna deydi. Men qo'rqib ketolmayman, opalar, olmayman to'rt. Просто kiruvdim, samay olmasaga garchi bor. Desak-ham yurolman. Oxiri bitta opa o'tiribdi, sparkoni o'tiribdi. Yo, opa to'rtingiz bormi? Bor. Yeb ko'rsam maylimi? U ham tortishni boshladi. Yo'q, u menimcha biladi texnikani. U tekshirish emas uchun. Просто qarab turibdi, oxiri keldim, undan olmanda. Chunki nima? Kim menga davleniya qilsa, men shunda qochaman. Xuddi boya munosabatga o'xshaydi. Ya'ni siz kim bildirib qo'ysa, qochasiz orqaga. Teskari anaqa, magnit. O'zi boshida biznes egalab o'tirgan, oxirida sotuvchi o'tirgan bo'lsa, motivatsiyasi yo'q, sotuvchi o'tiribdi. Yokida fiksasiya sotuvchilar. Hamma undan oldin gapirgan gaplarimiz bir tiyin bo'lsa, qoladi. Fiksasiya sotuvchilar bo'lsa, Ha. hozir bat sohasi shunaqada, ko'pchilikni fiksasi yo'q. Ya'ni masalan yaqinda bitta aka bilan gaplashdim, Jorjarman ishlaydi, sotuvchi bo'lib. Fiksa oylik $6000. Va patolog bor. 9000 dan oshiq ola olmaysiz. Ya'ni o'tdan millioner bo'la olmaysiz o'tda. Nimaga? Ko'p sotish mumkin emas dash. Fiks oyli $6000. $6000 Oyiga. Oyiga. Nimaga? 9000 dan oshiq bo'lmaydi. Nimalar qilyapmiz? Podkast yig'ishtirdik. Syomka to'xtatamiz. Inglizcha o'rganamiz, boramiz. Jorj Armani. Qarang, nimaga? Men so'radim logikasini. Nimaga ko'p sotib bo'lmaydi? Nega 10 ming olib bo'lmaydi o'tda? Nega 20 ming olib bo'lmaydi? U yoqda faqat klient roziligiga qo'yilgan KPI lar. Ya'ni siz ko'p tiqib tashsam bor. Buni ham oling, buni ham oling, qaytib kelmaysiz Jorj Armani. O'tib pixat qiluvchilar bor deb o'ylaysiz. High ticket selling ekanda. Xuddi shunaqa. Qimmat И sotish. 6000 nimaga? Siz ideal ko'rinishingiz kerak. Ko'rinishingiz o'zi, ya'ni sizga 6000 beradi, aytadi, 2000 ni kimga ishlatasan deydi. Zo'r kiyinasan, Jorj Armani o'zidan kiyinishingiz kerak. Ani ideal ko'rinib, qilich olib turishingiz kerak. Ani ozbek ham bo'lishingiz kerak emas. Hammasiga qaraydi, zo'r ovqatlan. 6000 olsam, zo'r ovqatlan, zo'r kiyin, zo'r mashina hayda. Faqat 9000 dan oshib qo'ya olmaysan. Anaqa men shu joyda mana shu bitta farq qilib ketsak, men yaqinda Yaponiyaga bordim. U yerda mana shu qimmat do'konlarda, kiyim do'konlarida sotuvchilar haqiqatan ham ko'rsang uni biznesmen deysan-da, takoy chiroyli kiyingan, qo'lda qimmat soat, sochlari обязательно taralgan, tam gellangan. Va sotuv qilgandan keyin Ahmed bergan narsam nima? Sherikda kiyim oldi, boshqa qildi. Ko'chaga chiqib ketganda orqadan chiqib turib, endi bu yaponskiy anaqa bo'lsa kerak, re qilishar ekan ular. Lekin faqat bitta klientga qarang. То есть ko'p klientlarga men bir kishi keldim, bu on с тобой, sen bilan oxirigacha ishlaydi. Endi okey, mana shu joyda boya high ticket deb bekor gapiraman. High ticket degani qimmat sotuv degani. Qimmat narsani sotish bilan arzon narsani sotishda qanaqa farq bor? Podxodda. Arzon narsani sotish uchun o'zi tilam kerak emas. Chunki parkovkada bilasiz, mas'uliyat cheklangan odamlar ishlaydi. Endi qobiliyat cheklangan, ular qo'l bilan ko'rsatishadi, to'liq ketasiz, arzon. Tu pram arzon aytyapsiz. Eng arzon. Qarang, okey, 1 million so'm chek bilan 100 million so'mni chek solishtirib beradi. Zo'r. Ana endi mijozga qaraymiz-da. 1 million so'mni mijozi kim va 100 million mijozi kim? 100 million so'm mijozi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinish xohlagan odamga bo'lishingiz kerak. Masalan, men Shkoda sotganman, Shkoda mashina $38,000 turadi va keladi-da, sizga qaraydi. Ani kimsan sen deydi, o'zi shunaqa deydi. TikTok Alek deydi. U shunaqa TikTok Alek demaslik uchun shunaqa ko'rinishda bo'lsangiz bo'ldi, sizni qabul qiladi. Shuning uchun biz nima deymiz? Sotgan produktimizga qaraymiz, klientimiz kim? Mijozimiz oliy ma'lumotlimi, biznesmenmi? Xuddi shunaqa ko'rinishda odam bo'lishi kerak. Men o'zimni mijozlarni biznesmenda yomon qilishadi. Yoshim 26 dedi. Necha yoshsan deydi. Biznesmen. Aytaman, sizchi deyman. Lekin men 52 yoshman. Men 26 yoshman. Qarang, rovna 2 barobar ekan. Lekin g'alati deyman. 52 yoshli odam hozir meni sotuv bo'yicha narsa so'rayapti, uyalolman deyman. Bu yoqda nima narsa? Sen kimsan? 26 yoshman, aqlli qilagan. Okey, aka sizga yosh odam kerakmi? Zo'r. Sotuvchi oldim o'zimga. 35 yoshli. Qorni bor, roskasimi? Shuni odam oldim, tayladi. Aka bo'ldi, boring. Rahbar 26 yosh, lekin sotuvchi 36 siz. Shuni ko'rish xohlayapti mijoz. Ya'ni u nima xohlaydi? Hozir odam keldi oldim, ko'rinish odam bor-da, kompaniya egasi kelsa, sotuv bo'yicha aqlli qilmoqchi bo'lsa, demak, ko'rinish hamma odam kattaroq bo'lishi kerak, soqollari ko'p bo'lishi kerak, nimadir ko'rgan bo'lishi kerak, bir oilasi bo'lishi kerak, 5 ta bolasi bo'lishi, shunaqa o'ylaydi. Shuning uchun biz kim moslashtiramiz? 100 millionlik tiket sotayotgan odam shunaqa kimni ko'rish xohlaydi o'zi. Xuddi shunaqa variant bo'lishi kerak. Masalan, doktorlar ham, doktor degani miyamizga o'zi yoshi 30 dan oshgan odam keladi-da. Bo'ldi, agar hozir doktor borasiz 18 yosh bo'lib o'tirgan bo'lsa, sizni qabul qilmaysiz. Tiketni ham qabul qilmaysiz. Nech pul? Konsultatsiya 100 ming so'm. 18 yoshli bola ishonmayman. Shunaqa qimmatroqga boraman. Qaysidir kasblar lekin yoshroq yigitlarni ko'rgan yaxshiroq, misol uchun, mobilograf. 40 yoshli bitta, misol uchun, ana hammaga yugurib yurgan bo'lsa. Kasb vakillari bor, yangi kasbda hammasi. Yangi kasbda biz yangi odamlar ko'rish xohlaymiz. Ya'ni o'sha yoshroq odamlarni ko'rish xohlaymiz. Meni ko'pchilik savol berishadi, aytishadi, Sarvar qizi bola sotuvchi olaymi, o'g'il bola sotuvchi olaymi? Aytaman, akalar,
biznesingiz qanaqa, ya'ni biznesingiz tur bormi, ya'ni qiz bola o'g'il bola farqi masalan UCM sentrda farqi yo'q, to'g'rimi? Ya'ni mijoz qaramaydi, ya'ni UCM sentrda ya'ni sotuvchi depozitli farqi yo'q, qiz ham bola ham keladi. Endi qaysi sohalar bor, faqat erkak kishi keladi. Masalan, mashinangiz buzilib qolgan, ustiga boryapsiz. Ayol kishi chiqyapti, 18 yoshli qiz, "Akina bo'ldi mashinangiz?" Bor katta odam chaqir deysiz-da, erkak kishini chaqir gaplashadi. Chunki miyasi qabul qilmaydi. Telefon ustasiga boryapsiz, ayol kishi o'tiribdi. Qabul qilmaydi miya, aytasiz, "Normal usta bormi?" Parixmakirga borasiz, erkak kishining sochiga ayol kishi chiqyapti, уже что-то не то. Ya'ni bir xil sohalar bor, endi o'ta faqat erkak kishi bo'lishi kerak. Chunki soha erkak kishiniki. Santexnik chaqirasiz, ayol kishi kelyapti oldingizga. Qabul qilmaydi miyani o'zi. Bu yerda erkak kishi qo'yishi sotuvchiga. Xuddi shunaqa ayol kishidan. Masalan, ayolni parixmakirga boryapti, erkak kishi o'zi real qabul qilish. Yoki pedikur manikyurga boryapti, ayol kishi bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Soha vakillari mos bo'ladi. Standart soha vakillari bor. Bular o'sha qolishi mumkin. Masalan, o'sha center formatli bo'lishi mumkin. Tam bankda har xil odam ishlaydi, erkak ham ayol. Men bu yerda ko'z oldida aniq odam kelmaydi. Yoki erkak ayol bo'lishi kerak degan. Даже hozir teskari proporsional ham yaxshi ishlayapti. Mashinani qizlar zo'r sotyapti. Chaqirishadi afsonalarga, qizlar ro'shn sotadi mashina. Men qizlar sotaman. Bitta stereotip bor, endi bilmadim qanchalik rost, ya'ni chiroyli qizlarni qo'yib qo'yish kerak, kelsa odam ko'zi bilan qilish kerak, erib ketib keyin sotib oladi. Ko'p tadbirkorlar shunaqa fikr almashayotganini eshitganman, ya'ni qanchalik bu gapga o'zi qo'shilasizlar? Erkak kishi qimmat narsa olayotgan, 40 minglik mashina olayotgan odam erib ketib shu noto'g'ri покупка qilib qo'yishi mumkinmi? Zo'r tomoni bor. Biza qarama-qarshi jins vakillarining oldida ko'proq hurmat tushirganmiz. O'zimizni ham hattoki va yo'q deya olmas ekanmiz. Xuddi shunaqa bizga unaqa desa, qizlar biror narsa aytsa, taklif qilsa, mana masalan qo'shib yuboring desa, yo'q deya olmas ekanmiz. O'g'il bola bo'lsa, olib tashlaymiz, endi boramiz dedi. Ana qiz bo'lsa, mayli, 100 ming so'm ekan, qo'shib yuboraver deymiz. Uyalamiz yo'q deyishga. Shuning uchun ko'p joyda masalan kiyim do'konida ham erkakdan kiyimda qizlar ishlayapti. Aytadi, oxirdan masalan kuni kiyim olganman o'zim, ana qo'shib yuboradi, ana oyoq kiyimga moy qo'shib yuboradi. O'zi bor mashinamda. Mana qo'shib yubordim sizga deyapti. U tiq bo'ldi, aytadi, 100 ming so'm deyapti. Keyin yo'q deya olmayman dedi. Bo'pti, xolos, yo'q dedim, past bo'ydim meni deyman dedi. Shunaqa. Xuddi teskarisi ham, xuddi shunaqa ayollar bo'lgan joyda ham erkaklar sotuvchilik qilsa, yo'q deya olmas ekan ayollar. Hozir past bo'ydim meni deydi, shunaqa. Shuning uchun mash joyda ishlaydi. Bu yerda men aytaman, qarama-qarshi jins vakillari hurmat tushidi ko'proq va yo'q deya olmaydi. Yo'q deya olmasligi. Fikringlarni yozinglar, juda ham qiziq fikr bo'ldi men uchun. Boya bad haqida gapirdingiz. Boya badlarni ham umumiy olganda mana bitta narsani tushunishlik, men mutaxassis emasman badlar bo'yicha. Lekin bilaman badlarni yaxshilari bor, по-любому. Qaysi biri yaxshiligini bilmayman, men uni farq qila olmayman. Любой спортивный добавка ham hammasi badlarga kirib ketadi. Biologik активный добавка. Endi Juda noto'g'ri bitta taassurot shakllangan O'zbekistonda. Mana bad deganda sразу mashinnik tushuniladi. Mashinniklar bor badda ham, lekin mashinniklar boshqa любой sohada ham bor-da. Endi masala nimada? Mana tarmoqli marketing badlar bilan shug'ullangan tarmoqli marketingga va badlarni bir analiz qilsak-da, o'zi bu qanaqa soha? Biz hozir halollik, haromlik tomonidan qilmaymiz. Katta ehtimol bunga ilmimiz ham yetmaydi. Chisti sotuv nuqtai nazaridan o'zi mashinnikligini qanday aniqlasa bo'ladi? U yaxshilari ham bormi ichida? Umuman tarmoqli marketingga qanday qaraysiz? Albatta, zo'r savol bo'ldi ani. O'zim badda ishlaganman. Hozir qanday aytsam ishlaganman deyveraman. Chunki juda ko'p joyda ishlaganman. Hamma joyda ishlab chiqqaningiz. Badda ishlaganman. O'zbekistonning eng katta problemi shunda, badchilar badni dori deb sotadi. Dor, eng katta problema shu yerda. Ya'ni o'zi bad bilan dorining farqi bor desangiz, bad isbotlanmagan sizga foyda berishi. Masalan, boshingiz og'riyapti, sizda aytaylik, sizga magniy kerak, balkim. Ko'p kerak magniy, lekin bittada siz bitta tablika icha olmaysiz baddan, ponkasini. Atrimol nima bor tarkibida? Diklofenak bor. U dorini aniq qoldadi og'riqqa 100%. Va siz bilasiz bu narsani. Shuning uchun badni isbotlanmagani uchun doktor yozmaydi. Doktor aytadi, "Buni ichib yur, buni yillab iching kerak." Endi badda har doim ichmaydi. Sink bizga kerak, постоянно. Bizga aytam magniy kerak, kalsiy doim kerak, buni ichib yurishimiz shart. Chunki hozir yeyotgan narsalarimizni ola olmaymiz, tabiiy. Bunday desak bo'ladimi shu yerda? Sal to'g'ri tushuncha berish uchun, ya'ni isbotlanmagan desa qo'rqib ketmasin odamlar. Dori davolaydi, tezda ta'sir qiladi. Bad bu ko'proq profilaktika. Xuddi shunday, long termda. Ya'ni hammamiz o'zi bad ichishimiz shart. Chunki bizda masalan, hozir yaqin bitta statistika o'qib qoldim. Oldin bitta olma degan temirimizni hozir 1 kilo olmada olar ekanmiz. 1 kilo olma yeyishimiz kerak, oldin bitta olma yesa yetar temir moddasini olish uchun. Shuning uchun badda bu narsa doim ichib yurishmas. Doim ichaman bad. Masalan, kimdir bad yomonlashi mumkin, masalan, sink doim ichaman. Sink bizga kerak doim. Vitamin D3 doim kerak. Masalan, chunki ofisda o'tiramiz, foydasi yo'q. Kalsiy ichaman, magniy ichaman. Magniy bilasiz, chunki sotuvchiman, magniy bilsa ichmas iloji yo'q. Yo'q, bularni ichmayman. Mana shu ikkitasini ichaman, sink ichaman, vitamin D3 ichaman, multivitaminli kompleks. Mana shunaqa. Qolgani tam protein, aminokislotalar va hokazo. Bular ham bad. O'zi buni ichishimiz shart hammamiz. Endi buni dori deb sotish bu eng noto'g'risi. Masalan, eng qayg'ulisini aytaman sizlarga, eng qayg'ulisini farzandli bo'lasan degan badlar bor.
mashina ichsang sen farzandli bo'lasan degan batli bor. Va juda yomon alam qiladi odamga. Men bu call centerda borib eshitib ko'rib, gaplashib, sotuvlar bo'yicha nima qildikda, ya'ni telefon qiladi, bechara odam 5 yildan farzandi yo'qda. Telefon qiladi, bormaydi, doktor yo'q. Hamma joyga borib ko'rgan o'zi. Umid qiladi, umid bor hali. Chunki reklama ko'radi, farzandli bo'lasiz, shu batni ichsiz. Telefon qiladi, doktor deydi, bechara. Bilmaydi-da, kim o'tirganini. Sotuvchi o'tiribdi. 18 yoshli bola o'tiribdi. Men ginekologman, 10 yil tajribam bor deydi. 8 yoshdan o'qiganmi shuni ginekologda? De, doktor deydi, bolali bo'lamanmi deydi. Ichivering, pulchi so'z bor. Xudo xolisa farzandli bo'lasiz. Batni narxi 3 million. 3 oy ichish. Odamni oladi. Men yomonlanib ketdim mana shu narsada. Men eshitib o'tirdim. Men bitta odamga umid sotib olsanlar hozir. U qanaqa bo'ladi keyin ertaga deyman-da. Shuni ichib men bolali bo'lar ekanman deydi. Unaqa bo'lmaydi. Keyin nima statistika ko'rsatishadi, statistika tam. Bizda 1000 odam farzandli bo'ldi. Savol, faqat badin ichdimi sani? Yo, boshqa narsa ham qilganmikin uli? Ul bormagan joyi yo'q. Chunki farzand ko'rmayotgan odam bormagan joyi qolmaydi. Anu folbinga ham borib ko'radi, domlaga ham hamma joyga borib ko'radi. Baribir qaysidir qismi farzand ko'radi oxir oqibat va ular batiga bog'laveradi. Xuddi shunaqa. Ular biz 10 yildan telefon qiladi sizga, farzandli bo'ldingizmi? Bo'ldi. Bo'ldi, qo'shib qo'yasiz spiskaga. Hamma odam bizda men nomeri ham borda, telefon qilsanglar, bizdan badimizdan aytishgan. Korrelyatsiyada sal miyani ishlatish kerak ozgina odamni. O'zida ilm fanida bitta termin bor-ku, regressiya или progressiya к среднему, ya'ni siz misol uchun depressiyada bo'lsangiz, keyin qayerdir bitta kurs oldingiz-da. Kursdan keyin yaxshi bo'lib qoldingiz, keyin o'ylayapti kursda yaxshi bo'lib qoldi-da. U depressiya u siklichniy, ya'ni shundoq ham 1-2 oydan keyin o'zi o'tib ketishingiz kerak-da. Batchilar mana shunda o'ynar ekanda. Endi hammasi ham emas. Avvalambor hozir bat ichgan yomonlamayapti. Shu narsani tushunaylik. Bat yaxshi narsa. Yana bir marta. No o'ylab vrach bilan gaplashib, vrach aytgan batlarni ichish tavsiya qilinadi. Xo'p, endi batlarni gaplashib, tarmoqli marketing haqida nima deysiz? Misol uchun, ya'ni konkretniy brendlarni aytib ketaylik, ya'ni odamlar brend aytmay qo'yaylik. Brend aytmaylik. Nega u konkretni kiydirgan, misol uchun isbotlangan, misol uchun Ne, очень. sudlari bo'lgan brendlarni aytsa bo'lmaydimi? Chet eldagi brendlarmi? Xo'p, chet ellik brend. Mayli, o'zimizda yopilib ketgan. Misol uchun kosmetika sotilgan bizda marketing orqali. Yo'nalishni aytib tarmoqli marketing orqali qanaqadir chet eldagi kruiz sotilgan, u hamma uchun bo'ldi. O'zim ham borganman shu. Yerga qanaqadir o'tlar, misol uchun, xullas qanaqa misol uchun odamlarni konkret kiydirgani haqida faktlar bor do'st. Ha, misol uchun men konkret misol uchun men tanishlarim kiydirilganda, ya'ni qanaqa va'da berilyapti? Misol uchun ishga olinyapti odamlar. Siz ishlaysiz, siz mana bunaqa qilasiz, mana bitta odamni ko'rsatadi mingtadan, o'sha mana bunaqa narsalar oldi, bizdan mashina sotib oldi, biz mashinani unga olib berdik, biz o'tga jo'natdik, bo'tga jo'natdik deyapti. Keyin ishga boryapsiz, fiksa yo'q, mahsulot berilyapti. Sen yana odamlarni olib kelishing kerak ishga. Mahsulot sotish kerak, odam olib kelsangiz oila olasiz. O'zingiz ham sotib olasiz. Birinchi sotib olishingiz kerak. O'zingiz sotib olasiz. Ha, kimdir tegib tushish kerak siz oldin. Kimdir tegib sotib olasiz. Ha, o'zingiz sotib olasiz. olib keladi. Keyin xuddi shunaqa odam qidirasiz o'ziga o'xshagan odamlar. Keyin o'zingiz o'rtalaringiz olib kelasiz. Ya'ni ko'p ayol kishilar bunga chopilib qoladi, chunki uyda o'tiribdi endi. Bo'tda anu hechisi bo'lish shart emas, hechisi bilish shart emas, faqat telefoningiz bo'lsa uyda pul topasiz. Odamlar ayol ishomayapti. O'rtalarini yana olib kelyapti-da. Keyin o'shda 2-3 oy yuribdi, keyin yo'q qoldi. Keyin zo'r qanaqadir motivatsiya bo'ladi-da ularga. Qanaqa gaplar gapiradi bilmayman-u. Men bitta shunaqa bir 3-4 yil oldin shunaqa kelib qoldim. Odam o'tiribdi, muzokara qanaqa boryapti? Yarim soat nimadirlar haqida gapiryapti, qadriyatlar, lekin mahsulot haqida oxirida gapirib ketdi. Men yarim soat o'tiribman, keyin bular qanaqadir upakovkada batga o'xshagan qanaqadir o'tlarni sotishini tushundim. Ungacha bilmadingiz. Ungacha u faqat mana bizning xodimimiz Mamutga uchdi. Bu bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Keyin yana bitta muzokaraga tushib qoldim. U yarim soat, 1 soat gapirdi, keyin akazivs qanaqadir nimadirdan ishlab chiqarilgan sochlar sotar ekan. Ekologik, oddiy sochlardan 30 barobar qimmatroq. O'zi tarmoqli marketing anaqani eng zo'r yo'li-da, ya'ni pul tikmasdan savdo qilish eng zo'r yo'li. Partizanskiy marketing deydi u. Ya'ni pul tikmaysiz, просто odamlarga motivatsiya berasiz va ishlaydi. Men joyga borib qoldim, xuddi shunaqa. Tirsam, shunaqangi bitta odam gapiryapti. Odatda u gapiruvchilar zo'r orator bo'ladi, o'rgatishadi, bir zo'r motivatsiya beradi hammaga. Xohlab qolasiz ishlashni o'zingiz ham, o'tirgan joyingiz. Bir payt turibdi, "Мы кто?" desa, "Мы орлы" deb baqiryapti hamma-da. Men jinni qoldim, aytaman, "Navbatdan keladi olmanda." Eshitib o'tirdi o'tdi. Xuddi urushda aytayotganda, ya'ni odamdan. Hamma o'rnidan turib 5 ta bir yomoq rodasini urib, ammo qo'lan bayis urishadi, veraveradi. Ani o'ylayman, hayib chiqqan payt urib tashlaydi, veraveradi. O'zingga davay sen eng zo'rsan deydi, bayis deydi. Xuddi shunaqa qilib tashlayapti. Keyin qayerda desam, bozorga deydi. Qo'lga ham shampun olgan.
Shvetsiyotda chamadon ko'rsam, taku ichida million dollar bor deb o'ylaydi. Shuni chamadon qilib bergan. Taku kasashimda hammi, shunda aytdim, aka uzrman, boshqa kelib qolma. Noto'g'ri kelib qoldim menimcha. Dedim, yo'q, yur deb olib ketib qochib bordim zo'rg'a. No, shunaqa zo'r match berdi, bola ko'z yonyapti-da. Men aytaman, men 3 million fiks berib bunday yondira olmayman. Ko'zini ular pul bermas yondirib tashyapti. Nima ish qilishyapti? Balki mana shu texnologiyasini oddiy kompaniyada qo'llasa bo'ladi. Qo'llash kerak. Men shunga boraman unaqa joylarga. Ya'ni men hali ham borib yuraman. Bu qayerda vakansiya ko'rib qolsam, ana pul yo'q bo'lsa borib ko'raman. Qanaqa bo'pti ular, qanaqa ishlayapti bular, o'rganaman. Shuning uchun rostdan zo'r match. Ular qadriyatni yomon qo'shishadi. Qadriyatni biz Tesla aytadi-yu, eco life deydi-yu, biz ekologik hayot tanlaymiz-yu, hech narsa singdiradi sizga. Biz kimmiz deydi. Uyda kim kutyapti bizani deydi. Bolalarimiz kutyapti deydi. Biz buni pul bilan turishimiz kerak deydi. Ana bola 18 yosh bo'ldi. Ha, uylanmagan qatdan bola. Ana ishon o'tiradi. Kartina bor, ko'z xayolida. Uyda bolam bor ekan. Mushugim kutyapti uyda ovqat olishga. Xo'p, misol uchun yana bitta soha bor, yomonroq soha deylik. U realniy yomon soha, MMM marketing. MMM, moliyaviy piramidalar. Haligacha bor-da piramidalar. U vobshe jinoyat-ku. U jinoyat, lekin o'shda sotuvchilar zo'r bo'ladi. Aloqaga chiqib, mana shuncha biz topamiz, shuncha tiksak, shuncha qiladi. Ya'ni mahsulot yo'q, siz prosta pul berasiz. Keyin bir oyda 50% oshyapti-da, 100 ming, 150 ming bo'lyapti-da. Ya'ni bunga ishontirish adekvat odamlarni. Misol uchun bitta odam Sergey Mavrozi u iqtisodiyotning 25% ni olganda o'ziga. Nechinchi 90-nechinchi yilda. Bitta milliarderda. Ha, u prezidentning o'rniga yangi yil bilan Rossiyani tabriklagan. Kuniga 50 million dollardan ishlardi-da. Ya u jinoyat-ku. Vobshe jinoyat. Endi sotuv texnikada ishlatilyapti-da o'sha ishontirish uchun. Даже bilasan, men nazarimda bu sotuv emas, bu manipulyativ texnikalar o'zi kerak. Qaranglar, yana bitta zo'r statistika bor. Qayerda ekonomika past bo'lsa, o'sha yerda shunaqa mashinalik zo'r bo'ladi. Masalan, Amerikaga borganingizda ekonomikasi yaxshi qo'yadi. Masalan, Yevropada sotish juda oson, odamlar rosa sotdi. Masalan, aytasiz, mashina ol, hayotingiz o'zgaradi. Siz yo'q, bo'ldimi deydi. Olsam bo'ldim, olib ketaveradi. Hayron bo'lib qolasiz. Shunaqa osonmi sotish deydi. Lekin Rossiyada, bizning davlatlarda, masalan, Afrikada, Hindistonda sotish juda ham qiyin. Chunki qancha ekonomika past bo'lsa, shuncha pulga nisbatan talab yuqori va u yerda tezroq boyib ketish, tezroq dur qilish yuqori bo'ladi. Sotuvchilar agressiv sotadi. Shuning uchun, masalan, men Yevropada o'rtalarim ishlaydi, sotuvchi bo'lib, qiyin emas deydi. Prosta keladi, gap aytsa, oldi, sen o'radi ular deydi. Men hayron qolaman deydi. Nima ishonibsa, endi seni ishonamiz, o'ramiz deydi. Bo'ldi. Chunki ular ekonomikasi yuqori-ku, yo'qotish pulini qotib deb o'ylamaydi. Adashsa ham, da, okey, bo'lib turadi, bo'ldi. Biz yo'qotmasligimiz kerak. Shuning uchun bu agressiya yuqori. Tojikistonga chiqsanglar, qo'shini har 10 qadamda lotereya sotiladi. Tez boyib ketish o'ylashadi hamma. Tez boyib ketish kerak. Hamma siz ham telefon qilib, Wall Street ko'rgansizlar-ku, telefon qilib aksiya sotib olgan, 2000 dollar, 2000 dan kam sota olmaysan, nima 2000 dan kam sota olmaysan deydi-yu. 3000 sot menga deydi-yu. Shunaqa, ya'ni bu odamlar tez boyib ketishni o'ylagan joyda siz oson soqqa qilib olasiz. Wall Streetda yana boshidan oddiy odamlarga, santexniklarga sotganda. Xuddi shunaqa. Oddiy ular tez boyish qoladi. Masalan, boy odam sotish qiyin. Masalan, men biznesmen bilan ishlayman-ku, aytaman, oddiy B2C sotish mancha osonroq, chem biznesmenga. Chunki u aqlli-da, o'zini pul bermaydi sizga, o'tiradi. Quloq bilgan lo'qmasda. Va chunki unaqa kelib qolmadi bu yoqqa oddiy. Mendan oldin ishlatib ko'rgan ular. Sotuvchilar. Masala nimada? Mana shu joyda sotuv haqida gapiramiz. Sotuvda zo'r gap bor. Skriptlar. Sotuv skriptlari degan, ya'ni bu qanaqadir qo'pol aytaman, sotuv skripti nimaligini men tushunishim bo'yicha bu qanaqadir ssenariy, ya'ni mijoz gapirish mumkin bo'lgan, e'tiroz bildirish mumkin bo'lgan qanaqadir gaplar va unga tayyorlangan qanaqadir yo'nalishlar. Uni boshida yodlashadi, xuddi haligi shaxmatchilar debut yodlaydi-yu, boshida bir nechta xodlarni. Bu xod qilsa, bu xodni qilaman, u xod qilsa, bu xodni qilaman, hokazo. Siz qanday qaraysiz sotuv skriptlariga? Ya'ni sotuv skriptlari orqali odam robot bo'lib qoladimi yoki qanaqadir kombinировать qilish kerakmi? Sotuv skripti o'zi kerakmi? Zo'r savol. Sotuv skripti bilan sotuv ssenariysi bor. Buni farq qiladi. Sotuv skripti bu oldindan turib tayyorlangan hamma savollar va hamma javoblar. Masalan, Evos kirgan paytingizda, Evos rahmat deb qo'yar, reklama uchun chiqdi shomimiz. Evos kirgansiz o'ta vaqt skript kerak. Masalan, KFC deydi, men KFC ni yaxshi ko'raman. O'zim ishlagan kompaniyam edi. KFC kirasiz, sizga birinchi bergan savol, любой KFC birinchi savol beradi. Shu yerda ham saboymi? Skript. Siz tanlaysiz faqat A, B. Shu yerda. Tovuq yeysizmi yo burgerlarmi? Burger achchiqmi, achchiq emasmi? Sizni filtr qilib tashlaydi. Va olib boradi, to'g'ri, vaqtdan yutish uchun, tez bo'lish uchun. Chunki tez ishlash kerak. Bu yerda skript kerak, shart bu yerda. Ana endi ssenariylar bor. Bu B2B da yoki katta prodajalarda bu yerda skript ishlamaydi. U umuman kutilmagan joydan zarar beradi sizga. Ssenariy bu oldindan turib har xil vaziyatlarga tayyorlanish, savollarga emas. Skript savollarga.
ssenariy vaziyatli tayinlanadi. Xuddi trenirovka qilamiz-ku, anaqada Habiblar bo'ylar o'tiradi-yu, bunaqa qilsa, bunaqa qilaman, u skript qila olmaydi. Tayinlanadi, o'sha vaziyatli tayinlanadi. Bu ssenariy vaziyat. Biza sotuv bo'lim qurganimizda ssenariy tayinlanamiz. Ya'ni mijozli holatlarga tayinlanamiz. Masalan, mijoz har xil holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir uni kerak, keyinroq kerak, pul hozir yo'q unda, qanaqa holatda ko'p savol beradi u, mijozni agressiv tutib qolishi mumkin. Mana shu paytlar qanaqa javob, qanaqa chiqib ketamiz vaziyatda va vaziyatdan chiqib ketishi variantlari bo'ladi. 2-3 ta variant. O'sha variantni yozib chiqamiz. Bu o'sha eng zo'r joy va eng muhim joyi bor. Hech qaysi sotuv ssenariysi va hech qaysi sotuv skripti shablon bo'lishi kerak emas. Taqdimotda. Taqdimotda mumkin emas. Chunki hammani muammosi har xil, hammaning ehtiyoji har xil. Bir xil taqdimot bo'lmaydi. Masalan, doktorga borganingizda doktor shuni copy paste qila olmaydi sizni. Masalan, siz jigaringiz og'riyapti, bundan oldingi anaqani teparoq og'riyapti, tam oshqozon og'riyapti, oshqozon shablon qila olmaydi sizga. Sizga chizib berish kerak. Qattiq muammo bor ekan. Bu har bitta taqdimot individualniy bo'ladi. Mana shu individualniy tanlashimiz kerak bizga prosta. Ko'pchilik bor, ayniqsa boyi badchilik telefon qilasiz, "Vo, min dardga davo." Uni ichingiz bo'ldi, yosharib ham ketasiz, raqam bo'lmaysiz, hech narsa, hammasi ideal bo'ladi hayotingiz. Ta'sir qilmaydi sizga, ish olmaysiz, folbin deysiz. Lekin aytsa, faqat siz muammongiz yetsa, uni ta'sir qilish mumkin. Masalan, hammamizga sink kerak. Masalan, sink haqida gapirib, miyamiz quyilib boradi va sink ichish boshlaymiz hamma. Mana bu o'zi sinkning taqdimoti. Faqat sinkdan kelib chiqsa agar. Ya'ni hali bo'lmagan narsaga tayyorgarlik qilar ekansiz. Bu xuddi shu bo'yga taylanishga o'xshaydi. Chunki biz ham bo'y chiqamiz-ku sotuv paytida. Ana menga hayolim keldi. Bitta spetsnaz ko'rsatganingiz Davron aka. O'zini oyog'ini kesadi, o'zi tikish kerak-da. Ya'ni bu spetsnaz endi har xil vaziyatlarda bo'lib qoladi. Ha, ya'ni o'zini oyog'ini kesish kerak. O'zi tikish kerak. Ya'ni ko'plab ham chiqolmasa kerak. Hali jang bo'lmadi, lekin allaqachon jangda shu narsa bo'lib qolsa, u tayyor. U ya'ni oyog'im qonati deb shunday ketib qolmaydi. Jarohat olsa, bemalol sug'urib tashlab tikib o'tira oladi-da. Ha. Menda bitta zo'r analogiya kelyapti va shaxmatda 3 ta anaqa bor. Debüt bor, Mittelspiel, Endspiel bor. Mittelspielda o'sha siz aytgandek polniy jang, u yerda bilmaysiz nima sodir bo'ladi. Lekin debüt masalasida, ya'ni kirish debütida любой shaxmatingiz qanaqa darajada bo'lmasa, professional bo'lsa, yodlangan bo'ladi. Birinchi 15 ta 20 ta xotgacha yodlagan bo'ladi. То есть o'ylab o'tirmaydi, uradi. Ya'ni skriptlar meni nazarimda, siz savol gapingizdan mana shuna xulosaga keldim. Skriptlar ko'pincha imенно opener sifatida ishlayverar ekanda. Klient ochib berish jarayonida qanaqadir skript bilan ishlatasiz. Xuddi shunaqa. Bunaqa podxod bor, bunaqa podxod. То есть boshdan noto'g'ri gapirib qo'ysangiz, shu bilan 100%. To'g'ri. Uxlatib qo'yasiz. Xuddi shunday. Hatto tanishtirishdan ham o'zingizga skript qilib olamiz biz. Masalan, biz kompaniyani davom etamiz har doim. Keyin ism, lavozimimizni, keyin ismimizni aytamiz. Bu skriptda bor. Nimaga birinchi ismimizni aytmaymiz? Telefon qilamiz. Assalomu alaykum Davron aka, men Sarvarman. Qaysi Sarvar? Sindoshimmi? Mahalla deymi aytaman. Davron aka, men sotuvchi Sarvarman. Qaysi sotuvchi, qaysi kompaniyani? Men aytaman. Assalomu alaykum Davron aka, men ProSales kompaniyasidan telefon qilaman. Rahbarman, ProSales ismim Sarvar Sayfudinov. O'sha siz ProSales esladingiz, qattiqroq nomer qoldirdingiz ProSalesda. Keyin kim bilan boshqaningizni bilasiz, rahbari telefon qilibdi, ismini ham bildingiz. Biz anaqa qilamiz, masalan, qimmat restoranlarga borsangiz, ofitsiant kelib o'zini tanishtiradi har doim. Boshida yozib qo'yishadi. O'zi ofitsiant unga ham yozilgan, lekin o'zini tanishtirish etiketi bor. Keladi-da, kecha Roni pizza degan pizzeriya bor, bilsangiz, o'shanga bor, hali ham ismini bilaman-da. Daniel degan bola qaradi, men. 3 oy bo'ldi borganim. O'zini tanishtirgani uchun keldi. Men bugundan boshlab sizlarga, hozirdan boshlab sizlarga xizmat qilaman. Ismim Daniel dedi. Bo'ldi. Keyin chaqirdi, Daniel chaqirib oldi, Daniel chaqirasiz. Borsiz ham Daniel so'raysiz. Chunki ismini aytdi. Hozir restoranga borsiz, hayron qolasiz. Ismini aytmaydi. Buni qaraysiz, esdan chiqib qoldi ismi. Qaraysiz, esdan chiqib, endi sizda esdan chiqmaydi aniq. Bizdan esimizdan chiqib qoladi. Shuning uchun skript kerak, albatta kerak. Bu aynan boshlang'ich qismlari kerak. Bundan keyin miya yozilib ketadi va sizda vaziyat ko'rasiz-ku har xil. Shaxmatda ham eng zo'r tajriba olish yo'li o'ynayverish kerak bo'lsa. Va siz o'sha miyangizda qolib ketadi har xil variantlar va shu bo'ladi. Shuning uchun biz o'sha har safar o'ynayvermasin-da, bizni tayyorlab beraylik oldindan. Anaqa vaziyat bo'lsa, bunaqa qilasan, bunaqa qilasan deb o'rgatamiz. Kompaniyalarga. Eng zo'r tomoni oldin uspeshniy qayerdan ko'rib chiqamiz. Qanaqa sotgan, uni eshitamiz, keyin test qilamiz mijozlarni, ular nima xohlayapti o'zi, qayerda og'riq bor, keyin raqobatchilarni ko'ramiz va shundan kelib chiqib biz ssenariy yozamiz. Yaqinda bitta kompaniyaga borsam, raqobatchimiz ham kelgan ekan, keyin aytdi, "Sarvar, ana raqobatchi bilan seni ko'ramiz." Keyin aytdim, "Nima zo'r taklif berishdi ular" dedim. Har doim analog so'rayman, nima variant ko'rasizlar deyman. Ular aytishdi, "Bugun o'zi ssenariy yozib beramiz, sotuv skript yozib beramiz." Aytdim, "Aka 5 oy ularga qildiring" dedim. "Nimaga?" dedilar. "Men 1 oy vaqtimga shuni yozishga" dedim. "Nega? Qanaqa qilib 1 oy? Jinnimisan, oson-ku" dedilar. Beradi, siz yozasiz. Assalomu alaykum, Davron aka, meni ismim Sarvar, chiroyli yozib beradi, hamma gap chiroyli. Sotmaydi lekin u deyman. Nimaga? Nima sotmaydi? Chunki uni og'riqi yo'q unda. Men skript yozishim uchun 100 ta klient telefon qilib chiqaman. O'tirib, pos eshitaman. Nimaga o'zi menga keldingiz? Sotib olganini qilaman birinchi, keyin sotolmaganini qilaman. Nima bilan sotib oldi? Qachon sotib oldi? Nima sabab sotib oldi? Nima bo'ldi sotib olgan payt hammasini o'rganaman, yozib chiqaman. Demak, odamlarda mana muammo bo'pti va shu sababdan sotib olishyapti. Ikkinchisi bor, nima sotib olmadi bizdan? Telefon qiladi, nima qilib ishontira olmadi biz ularni? Nima tushunmadi ular? Yozib chiqaman.
mana qilsa sota olmadi. Va uchinchisi bor, отказка qildi bor. Sotib olib, men отказка qildi. Uyda telefon qilaman, nega отказка qildi? Qattiq ishonmay qo'ydi bizga. Hammasini yig'aman va ssenariy tuzaman. Bunga bir oy vaqtim ketadi. Analizda. To'q xuddi shunaqa. Hozir borsiz 1 soat yozib beraman deyshadi. Qani o'tirib o'zing sotib ber, shuni yozib. O'zi marketingda Pareto qonuni mana shu yerda zo'r ishlab beradi-da. Birlamchi analizga qancha ko'p vaqt sarflasang, Xuddi shunaqa. u yog'idagi natijalar shunchalik zo'r bo'laveradi. То есть mana bitga ozgina vaqtingni sarflasang, katta natijaga beraveradi-da. CRM tizimlar haqida gaplashsak, hozir o'zi CRM tizimsiz sotuv bo'limini boshqarsa bo'ladimi yoki bu 21-asrning, ya'ni must have instrumentimi? Boy gap aytdi-yu, masalan, fiksasiz sotuv bo'limi ishlamayotgan hisoblanadi. Fiksa bo'lsa, KPI bo'limi sotuv bo'limi ishlayotgan bo'ladi. Xuddi shunaqa CRM yo'q bo'lsa, aytaylik, mijozlar ba'zi juda ham kam bo'lsa, sartaroshlarda bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mijozlar ba'zi ular ko'p emas. Eslab qolsa bo'ladi kontaktdan o'zida. Aslida oyiga o'zi 100 ta 200 ta lead kelsa, uni CRM siz iloji yo'q. Chunki nima? Excel yuritasiz, muammosi, banknotdan yuritasiz, lekin esda qolmaydi-ku. To'g'rimi? Davron aka kurslar kelsa eslab qolish mumkin, no CRM siz nikak eslab qolish. Bu CRM nima deyman men? Bu xuddi assistentga o'xshaydi. Siz assistentingiz. Masalan, Wall Streetdan ko'rgansizlar, telefon qiladida, hozir men помощникni beraman, senga оформить qilib beradi deydi, qo'yib qo'yadi, o'zi hech kim yo'q oldida. CRM bizda o'sha assistent. Bizni eslatib turadi telefon qilishimizni, kim bilan gaplashish, istoriyani saqlab boradi. Yaqinda Warren Buffett deb anaqasini eshitib qoldim, uspeshnik keysini. U aytadi, men zo'r sotganman, sababi har bitta mijozimni hayotida bo'lgan qiziqarli voqealarni bloknotga yozib yurardim dedi, bloknotga. Masalan, men siz bilan ko'rishdim, eshitib qoldim, işte yaqinda siz uzatyapsiz. Men keyin sizlar ko'rishgan paytimda to'y qanaqa bo'ldi, yaxshi o'tdimi deb so'rasam, siz xursand bo'lar ekansiz. Ya'ni sizni hayotingizdagi muhim vaziyatni men eslatayotganim uchun. U aytadi, Warren Buffett aytadi, hamma mijozlarim meni yaxshi ko'rardi, sababi men ularning hayotida bo'lgan qiziqarli voqeani doim eslatardim. Yaqinda o'zimda mijozimni bo'ldi, o'g'li karatedan chempionatga, keyin sar boraman, so'raman. Aka, nima bo'ldi? Nechinchi o'rinni oldi? 2 oy bo'lsa xursand bo'ling. Bir sotilgan bo'ladi domanda. 2 oldi dedi. Wow, jackpot doma endi 2 hafta dedi. Xursand bo'lib ketdim to'g'ri chiqqaniga. Aka, birinchi o'rin sotilgan bo'ladi, ko'pincha shuni naq qo'ysan, 2 chempion degani desam, va gap yo'q ekan, shunaqa esingda ekan deyapti. Uji oson bo'ldi, uji chiqib ketdim bolaman, aka bilan. Oson. To'g'risi, ya'ni CRM mashinasi imkon beradi bizga. Eslab qolamiz. Menda zo'r tomoni Samsung ishlataman. iPhone emasman-da. Samsungni zo'r tomoni zapis qoladi. Любой unaqa zvukni. Masalan, telefon qilasizda, keyin sari telefon qilishim, men endi doim CRM kira olmasam, yo'lda bo'laman-ku, bitta oldingi qo'ng'iroqni eshitaman. Nimaga gaplashdim siz bilan? Nimadir aytib qo'ygandirman sizga deb, aytaman, o'tgan sari zapis eshitib olaman, o'sha mavzu bo'yicha endi davom etaveraman. Siz как будто kecha gaplashganini his qilasiz meni. O'tgan sari masalan gaplashib esingizda bo'lsa deyman, 1 yil oldin gaplashganmiz, nimani zapis bor. Zapis bitta eshitib olaman, 2 eshitaman, 3 minutlik zapis 1,5 minutda eshitib olaman. Zato siz haqingizda ko'proq ma'lumot yeganman. Va CRM siz bu iloji yo'q. Ya'ni CRM bunga imkon beradi va CRM zo'r tomoni prognoz qilishga yordam beradi sotuvlarni. Endi qarang, ko'p sotuv bo'limlarida biznes egasi nima narsa, sotuv bo'ladi-ku, bilmaydi nima bo'layotganini. Nimaga bo'lyapti sotuvingiz, bilmaydi. O'sha paytda, ya'ni uspeshniy bo'lib turibsiz deb bilmayapsiz men uspeshniy bo'layotganingizni. Bam bitta narsa keladi, и всё, bilmaysiz qanaqa qilib o'sha narsa chiqish uchun. CRM da siz analiz qila olasiz, nimaga prodaja bo'layotganini va nimaga bo'lmayotganini. Bu eng muhim narsa sotuvda. Chunki sotuvchilar chaqirishadi deyman, biznes egalari. Men so'rayman, oldin zo'r sotganman deydi. Aytaman, qana sotgansiz desam, shunday bo'lardi. Unaqa iloji yo'q. Nimadir qilgansiz, anaqa sababiyat bo'lgan. Faqat men o'shani ayting, men o'shani balki takrorlab beraman sizga desam, bilmayman garchi. Sotuvchilarim bor edi, o'shani boshqa yordim bo'ladi. Balkim ular zo'r sotuvchi bo'lgandir. CRM bo'lganda biz aytadi, men brendman o'zi deydi. Lekin sotuvchilarim kerak emas menga, zo'r sotaveraman deydi. Lekin sotuv yo'q hozir. Nimani evaziga sotgansiz? CRMda siz zapis eshita olasiz, tahlil qila olasiz, qayerda qancha zil yo'qotasiz, qayerdan qancha lead kelyapti sizga va qayerdan foydali kelyapti. Masalan, hozir ta'lim sohasida bo'lsak, universitetdan sezonku hozir. Men o'lchayman har doim, universitetda ishlayotgan paytimizda eng zo'r leadlar, eng sifatli leadlar Xushnudbek kanalidan keladi. Masalan, Xushnudbek reklama berasiz-ku, reklama berasiz, o'zini 500% oqlaydi. 500%. Xushnudbekga salomat bo'lsinlar. Reklamani narxni oshirib qo'ymasanglar bo'ldi. Masalan, pul tikasiz reklamaga o'zini 500%, 100% oqlaydi. 500% ga aniq oqlaydi. Men doim o'lchayman. Hamma joyga reklama berib turamiz. Любой blogerlik beramiz, o'lchaymiz. Necha foiz pul qaytdi. Xushnudbek hech qachon o'zini qilmagan. Ya'ni minusi bo'lmagan biz to'lagan pul. Shuning uchun hozir sezon paytida Xushnudbekni kirsangiz kuniga kamida 5 ta reklamani universitetdan ekan. Chunki rostdan o'zini oqlaydi. Kun o'ziga berasiz reklamani, nimaga o'zini oqlamaydi? Sababi har 2 minutda yangi SMS keladi. Siz bitta reklama qo'yasiz, odamlar kiradi, o'sha swipe ketdi. Hozir kirsangiz kuningizga sizga kamida 10 mingta SMS ochilmagan. Yoki 2 minut turgan bo'ladi. Bitta pas bosasiz, все, slayd hammasi scroll, и все ko'rmaysiz hech narsa. Shuning uchun biz Xushnudbek kuniga o'zi 6 ta post chiqaradi, 5 tasi reklama bo'lsa ham. Uni odamlar biladi ta'lim bo'yicha biror narsa borligini. CRM da o'zi iloji yo'q. Tushunarli. Mana CRM bu boshqaruv instrumenti. O'zi boshqaruv keladigan bo'lsa, mana bizning tadbirkorlik kuzatib turibdi. Sizni mutaxassislik mana sotuv bo'limini boshqarish. Rahbar sotuv bo'limini boshqarayotganda qaysi ko'rsatkichlarga e'tibor berish kerak?
Zo'r. O'zi sotuv bo'limini samarali boshqarishi 3 ta ustuni bor. 3 ta asosiy narsa bor, triggerlar bor. Bu birinchisi motivatsiya, ya'ni xodimlar motivatsiyasi, ikkinchisi bu обучение, ya'ni xodimlarni обучение qilishimiz kerak, uchinchisi bor kontrol. Agar mana shu 3 tadan bittasi yo'q bo'lsa ham sotuv bo'limi ishlamaydi. Masalan, motivatsiya yo'q, olib tashlaydi motivatsiyani, kontrol bor, обучение bor. Bu davlat ishxonasi bo'lib qoladi sizda. Davlat kontrol zo'r, hisobot doim majlislar ko'p bo'ladi, hisobot zo'r yuradi, обучение bo'ladi. Qanaqa qilish o'rgatishadi sizga, aniq. Ali motivatsiya yo'q. Endi teskarisi, motivatsiya bor, обучение bor, kontrol yo'q. Latifa bor, o'zbekchada eshitgan bo'lsangiz kerak. Ishxonada nechta odam ishlaysizlar desa, shef bo'lsam bo'lmasam deyshadi. Shef bo'lsa ham ishlaydi. Shef bo'lmasa, unda faqat Sardor bilan Rahim ishlaydi. Все. Shuning uchun mana shu 3 dan o'shab turishimiz kerak. Endi CRM ni qanaqa показатель kerak bo'lsa, men aytaman, biznesga qanaqa показатель muhim. Masalan, shundagi показатель aytaman, test drive eng muhim. Nechta test drive qildi, nechta odam? Shartnoma qancha bo'ldi? Nechta menejer ishladi va nechta lead keldi? Mana shu 4 ta показатель doim qarab turishadi. U xuddi anaqa o'xshaydi. Samolyotga chiqsangiz integrator turadi-yu, o bo'libchi. Qaysi bir muhimligini pilot biladi faqat. Endi nimaga qachon qarash kerak? Xuddi shunaqa. Masalan, marketing tikkan pulingiz qancha qaytyapti? Men aytaman, masalan, sotuv bo'lmaydi, dashbord qo'yib beramiz deydi biz. Ya'ni biznes egasi dashbord kerak, oxirida ko'rib turish kerak. Men aytaman, aka sizga nima muhim? Hammasi muhim deydi. Xuddi samolyotga integrator yo'q. Hech narsa qaramaydi o'zi. Men aytaman, aka sotuvdan nima so'raysiz siz? Sotuv nima bo'lsa yaxshi bo'layotgan desa, prodaja muhim, plan muhim, marketingga o'tgan lead muhim. Bo'ldi, shu 3 taga qarab tursa yetadi sizga deyman. Men boshqa narsani keyin bilsangiz, bu yetmayapti, qo'shib bersa qo'shib beraman. Hozir chunki hammasini qo'yib beradi, qarab olmoqqa o'tiradi. Bu nima kerak edi? Yaxshi ishlayotganda bu to'g'ri, chunki qara olmaydi. KPI ham 5 tadan oshsa ishlamaydi. Chunki KPI degani bu xuddi mashina speedometrida, ya'ni tablo turadi. Tabloda siz qaragan obrotlar bor, to'g'rimi? Birinchisi mashina obrotiga qaraysiz, speedometrga qaraysiz, benzin bakka qaraysiz. 3 ta KPI bo'ldi. Keyin biror bir datchik ham bor, datchikga qarashingiz mumkin. Ya'ni 4 ta KPI doim qaraysiz. Uje 10 ta bo'lib ketsa qara olmaysiz uje. Chunki qachon anu chirog'im yonsa qaraysiz-da, yonsa qaravermaysiz, tekshirmaysiz. Mutaxassislar, misol uchun, formulaning balki ham datchiklari ko'p bo'lishi mumkin. Unda ham shu asosiy 5 ta bor, keyin uni qo'shimcha datchik. Masalan, siz har kuni mashinangizda qancha suv bor tekshirmaysiz, dvornikda, to'g'rimi? Qachon tugaydi, sepros chiqmaydi, suv qo'yib qo'yish kerak ekan desa. Endi bu ham показатель. Xuddi shunaqa CRM ni ham. Nechta показатель sizga kerak va o'shalarga qarab turasiz pastdan. Masalan, menga nima muhim? O'zim показатель aytaman, call centerda 36 call centerda odam ishlaydi. Birinchisi, operatorlar nechta qo'ng'iroq qilyapti kuniga? Chunki har bittasi kuniga 50 ta qo'ng'iroq qilish kerak, minimum. Ikkinchisi, kuniga necha soat yopashyapti? 2,5 soat minimum. Call time, aha. Call time. Uchinchisi, qanaqa yopashyapti? Sifati. Bizda ssenariy bor va ssenariy tekshirib turuvchi auditor bor. Endi siz zapisni olman, eshitaman, baholayman. Qanaqa yopashyapti? 3 tanisini to'g'ri qilsa bo'ldi, mening bosh показатель oz muhim emas, pulli показатель. Keyin oylik показатель bor. Bizda har 15 kunda yana plan bo'yicha yetamizdan tekshiramiz. Mana shu 15 kun ichida biz necha foiz plan bajardik? 15 kunda 30% plan bajargan bo'lsa normalniy, ketamiz. Chunki bilamiz biz oy oxiri to'lab bo'ladi har doim. Ana shtrafni qachon to'laymiz? 1 kun qo'yin to'laymiz har doim. 1 kun, uzoq 2 kun qo'yin to'laymiz. Xuddi shunaqa. Shuning uchun biz ana kurs boshlanishi 1 kun qo'yin to'lab ketib qoladi-yu. Shunaqa. Shuning uchun показатель mashinasi endi siz uchun muhim va buni faqat CRM dan olish mumkin. Masalan, qo'ng'iroqlarni roll time-ni hech qachon telefonga qarab tekshira olmaysiz. Telefonni berib yoqqa sanab chiqishingiz kerak bittalar. Ishonmaysiz. Shuning uchun o'risida gap bor-ku, доверяй, но проверяй. Zo'rga. CRM mashinasini beradi. Da, doim tekshirib turish kerak. Xo'p, sizlar asosan loyihalar bilan ishlaysizlar, ya'ni qanaqadir kompaniyada sotuv bo'limi yo'q va sizga keladi. Sotuv bo'limi qurib berish yoki mavjud sotuv bo'limiga siz kirib uni to'g'irlab berasizmi? O'zi mana shu haqida sal batafsil aytib bersangiz, ya'ni kimga qanaqa mahsulot sotyapsizlar va oxirida siz chiqib ketayotganingizdan keyin kompaniyada qanaqa mahsulot qolyapti? Zo'r savol, rahmat. Biz 2 xil formatda ishlaymiz. 0 dan qurib beramiz. Odatda 0 sotuv bo'limi yo'q, chunki biz startap bilan ishlamaymiz. Ya'ni muhim joyi bor deb o'tdi. Oldin qilib ko'rgan odam bilan ishlaymiz. Nimaga desangiz, agar masalan sizda boshqa bizneslar bor va shu biznesingizni qo'shimcha filial ochyapsiz, unda oldin qilib ko'rgansiz, unda lekin hali sohaga endi kirdingiz, masalan, endi maktab ochdingiz, chaqiryapsiz, sotuv bo'limi qurib ber, men aytaman, aka o'zingiz qilib ko'ring oldin. Nimaga? Chunki siz hali uni tosh orasini bilmaysiz, qiyinchiligini. Ko'pinchani yosh bolalar kelishadi, to'g'ri, adasidan pul olib, biznes pul tishyapti, xohlashadi hammasi zo'r bo'lishini. Keyin ish boshlaysiz-ku, kecha siz bilan gaplashganimiz xuddi narsa bo'ldi, ya'ni u aytadi sizga, bunaqa qilsachi, bunaqa qilib ko'ringlar, do'stim, ne o'zing qilmading, shuncha paytdan beri, ne chaqirding meni. Keyin biror narsa qilsangiz, yo'q, o'xshamaydi bu deydi. Do'stim, biz shu narsadamiz, 2 yildan beri shu narsa qilib yuramiz, bozorni bilamiz-da, qilaylik. Bo'lmaydi aka. Nimaga unaqa deyapsan? Nega? Mening mijozim kim desangiz, oldin qilib ko'rgan, qila olmasini tushunib yetgan, endi bermoqchi kimgadir. Bu mening mijozim. Bu mijozlar kim? Siz o'sha bozordan ancha beri bor. 5 yildan beri, 10 yildan beri ishlab yurganlar biladi o'sha. Hammasini qilib ko'rdim-ku deydi. Qila olmadim. Всё, Saror bu yoqqa
qilib ber bo'ldi, men aralashmayman ishingga umuman. 3 oydan gaplashamiz. Chunki biz sotuv o'smasa pulni qaytarib berish garantiya beramiz-da. Chunki biz kiryapmiz, bizga pul tikyapsiz, hech kim sum emas, pul beryapsiz. Sizlarda garantiya bor. Da, garantiya bor. Agar sotuv o'smasa, pulingizni qaytarib beramiz. Nimaga? Chunki vaqtingiz shuncha oldi-da biz. Qarang, shu joyga aniqlik kiritaydi. Misol uchun, men kompaniyam bor. Qurish kompaniyalariga ham nima qilasizlar? Misol uchun. Da, misol uchun. Keldimda aytdimki, sizga aytdim, Sarvar Bey dedim, menga mana shunaqa sotuv bo'limini qurib bering dedim. Yoki qurib bering dedim yoki borini yaxshilab bering dedim. Rekonstruksiya. Biz kelishdik qanaqadir summaga va aytilgan natijalar bajarilmasa, men pulni to'lamayman. Yo'q, pulni oldin olamiz, pulni qaytarib beramiz. Pulni qaytarib berasiz. Qaytarib. To есть mana shunaqa garantiyalar bor. Qanaqa bo'ladi? Qo'rqmasdan garantiya berasiz? Qo'rqmasdan. Chunki nima desangiz, biz точкani o'lchab olamiz oldin. Ya'ni siz kirishdan oldin, masalan, kredit group, masalan aytamiz, oyi точка bizga muhim. Qayerdan qancha pul qilyapsiz? Uni ochib berishingiz kerak bizga, chunki ochma bir xil aytadi. Yo'q, sen ishlayver, aytaman, senga deydi. Aytaman, zo'r aka, hozir men $1 million qilyapman deysiz. Keyin ertaga men backendga kirsam, u pul bo'lmasligi mumkin. Qayerdan qilaverasiz u summani deydi. Shuning uchun menga moliyani ochib berasiz. Qancha pul borini aytaman. Aytaman, aka точка A mana shu, oy $22 million qo'ygan ekansiz. точка B ga olib chiqishimizni, mana shu minimum 20% bo'lmasa, pulingizni qaytarib beramiz. Qanaqa olgan bo'lsa, shuni qaytarib beramiz. Agar oyma olgan bo'lsa, oyma qaytaramiz, bitta 100% olgan bo'lsa, 100% qaytarib beramiz. O'sha paytda o'zida 3 oy garantiya, 3 oy vaqt, 3 oydan keyin qaytmasa, pulingizni qaytar. Chunki nimaga? Bizning bozor kichkina-da, juda ham. Hali endi konsalting bozor rivojlanyapti. Bitta yomon feedback bizning mazamizga qochirib qo'yadi. Shu paytgacha hali bir marta pul qaytarish bo'lmadi o'zi, xudoga shukr. Lekin mabodo o'xshamasa ham pul qaytarib beramiz sразу, chunki biz ushlab turamiz pulni. Что agar o'xshamay qolsa, aka, ming bor uzr, ajaka vaqtingiz rozi bo'ling. Biz ham hammamiz rozimiz, mana pulingiz, bizga pulingiz kerak emas. Faqat bitta narsa, shu aytaylik, hamma joyda tarqatmang. Chunki biz qilolmasa, men mardon aytamiz, qilolmadi deydi. No hal bo'lmadi, no shunaqa deymiz, chunki doim ham qo'limizdan kelmas balkim. Ushlab turamiz o'zimizga, rezervimizni. Boshqa faktorlarga sababli ham juda ko'p bo'lmay qolishi mumkin-da. Qarang, biz kelishib olamiz faktorlarni. Masalan, siz hozir marketing pul tikyapsiz oyiga $1000 dan. Siz haqqingizga o'chirishga $1000. Men aytmayman, ko'paytiring meni deb, o'sha meni ushlab turishingiz kerak. Men bir xil shunaqa deydi, bo'ldi, men sotib bo'lib pul tikyapman, marketing kamaytirlaring. Aka, assalomu alaykum, xormang. Biz nima keldik yo'qmasam. Chunki menga pul bersa, qattiq pul olib berish kerak bu yerda. Aytaman, yo'q aka, hozir qanaqa ishlayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday davom etasiz. Nodir qo'shib tashamaysiz, drop tashamaysiz, xuddi davom etamiz. Marketing tikilgan puldan ko'ramiz-ku biz. Oyi, 1000 tikkansiz, 1000 davom etishib, biz konversiyani oshirish evaziga ko'payamiz. Chunki bu yerda bizning vazifamiz 3x 4x o'sa olmaymiz, iloji yo'q bizda. Chunki meni vazifam uzoq 100% konversiya. Undan yuqori konversiya yo'q. Butun dunyoda yo'q u. Apple konversiyasi ham 82 da. Jamosimi, Tesla 73. Aytaman, bizda holatda qanaqa konversiya bo'lishi kerak. Bozorda bizda 20-25% konversiya yaxshi hozir. Tam 25 dan teba bo'lsa zo'r degan. Xuddi shunaqa aytaman, konversiya oshirish evaziga sotuvchi oshadi. Sotuvchining konversiyasi oshadi. Ya'ni sotuvchi yaxshiroq ishlaydi. Men lead olib kelib bermayman sizga. Yoki lead olib kelib 3x qilib bera olmayman sizga. No lead olib kelsangiz, men konversiyani ushlab turamiz, 25 mashina pardoz qilib ko'rasiz. Prognoz qilib olasiz. Masalan, oyiga 1000 tikasiz, qancha pul bo'lishini bilasiz. Mana shu sizga men garantiya beraman. Agar bo'lmasa pulingizni qaytarib beraman. Garantiya aytib, konversiya tam 15% dan past bo'lsa, demak sotuv o'zi bor, shundoq. Men aralashmadim bu yoqqa, o'zi bo'lib turibdi, meni pulingiz kerak emas. Endi qanaqa ishlaymiz desangiz, bizda ishlash siklimiz 3 oy. 3 oy ishlaymiz. Nima qilamiz desangiz, bizda produkt bor. Produktni siz biznesga tatbiq qilasiz, siz biznesga ayting, qurilish kompaniyasiga. Boya aytdim, bizda Tisroin degan produktimiz bor. Bu afterski. Qanaqa ishlaymiz? Birinchi T etapimiz bor. Tisroin bu abreviatura. T, I, S, R, O, alohida so'zlar. T bu tadqiqot va tahlil. Biz sizni bozoringizni o'rganmasdan turib, sizni mijozingizni o'rganmasdan turib, raqobatingizni o'rganmasdan turib, biz ish tushira olmaymiz. Shuning uchun bizga eng muhim narsa birinchi castef, mijoz bilan castef qilib chiqamiz. Oldin qilingan bo'lsa ham qayta qilamiz, chunki ko'pchilik doim qilib yurmaydi 3 oy. Bizga 3 oylikdan kerak, uzoq. Keyin raqobatchini o'rganamiz. Raqobatchidan nimangiz ustun sizni va u nimada ustun. Va biz keyin anaqa utopiya yaratamiz, ya'ni raqobatchidan ustunroq bo'lamiz. Va keyingisi nima bo'ladi? Biz customer journey map, ya'ni iste'molchi xarid yo'lini tuzamiz. Iste'molchi kanallarni yozib chiqamiz. Qancha ko'p kanal, shuncha ko'p sotuv degan. Masalan, hozir katta ehtimol ko'pchilik leadlarni uvol qilyapti-da. Lead sizga kelib tushadi, ko'tarmaydi telefon, kerak emas, hozir emas, o'ylab ko'raman deydi. Shundan bo'ldi, zakrit bo'lib ketadi, u hech kim qayta qilmaydi. Bizda reanimatsiya bo'limi bor. Call center reanimatsiya bo'limi qilamiz. Ular faqat eski baza bilan ishlaydi. Bu yerdan lead chiqarsa, aytaylik, 5% konversiya qilsam rozimiz. 5% chunki siz marketing 5% ko'p juda. Bizda record anaqamiz sredniy 5%, ya'ni холодный 5% ushlab turibmiz. Ya'ni uchemiz center formatida 5%. 5% dan sotishyapti. Juda yuqori konversiya. Siz 20-25 deb aytdingiz, men uni o'ylab turibman. Men ko'p sohalarda bilaman, o'rtacha 5% sotuv, ya'ni zayavkadan ular 5% sotib urishyapti. Mana shu yerda anaqa ishlaymiz. Zayavkani bizda 2 xil zayavka bor, sifatli va sifatsiz. Sifatsiz chiqarib tashlaymiz, sifatlini olamiz. Sifatli kim? Oddiy narsa. Hayron qolasiz sifatli qana. Telefon qildim, assalomu alaykum, Roshan aka, sizmisiz? Da nomeringizni qoldiringiz bizga, qiziqish bildiringiz bermayiga. Ha, bo'l, men uchun sifatlisiz.
Ko'tarmasa, yo man qoldim ko'tarmasa, bo'ldim desa, uchuq bo'lsa, tam boshqa raqam Ular bo'lsa, tam ular sifatsiz. bu bir 70% zaifliklar shunaqada, u ko'tarmaydi yoki yo men esimda emas deydi. Xuddi shunaqa. Ya'ni bizga o'sha faqat sifatlidan boshlab olamiz. Chunki kimni sota olamiz? Bizani tanigan odamga-da. Endi hozir xaloni paraj qilmaymiz, marketingga aytamiz. Do'stim, call center vazifasi kvalifikatsiya qilib beradi san ishingni. Sen mingtalik berding, qancha sifatli beramiz senga, qo'yini olib yeverasan biz. Chunki biz target qo'yamiz marketingga ham. Aytamiz, do'stim biz oyda 100 ta продажа qilishimiz kerak, uning uchun bizga kamida 500 ta sifatli kerak. 500 ta sifatli qilib berasan, bu yog'i saniki. U menga 500 ta qilib bera olmaydi sifatli, u 1000 ta beradi, 1000 tadan saralab beraveraman. 1000 ta senda biz 300 ta oldik, 700 yana 200 ta qarzisan. Qilib ber sifatli bo'l endi qabul qilamiz. Bo'lmasam do'stim bizaniki emas u narsa. Qarang, mana biz yangi kompaniya startap bilan ishlamaymiz deyapsiz. Ya'ni siz bu qanday ishonch bilan aytyapsiz, men kirgandan keyin sotib o'sadi. Demak, undan oldin mana savdo qilyapti. Aytaylik, oyiga 20-30 ming dollar savdo qilyapti. Demak, siz pul miqdorida bu kompaniyaga ishonch borligini ko'ryapsiz. Mijozlar unga ishonyapti va mahsuloti bor. Startapda bilmaysiz, u produkti balki rasvodir. Albatta. Balki bunday olmasdirda. Keyin yana marketing taraf bilan aytyapsiz. Qanaqadir liti tushib turgan bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Albatta. Misol uchun, aytaylik, sotuv bo'limida 5 ta odam iboratda. Nechtasi u lit tushib turishi kerak kompaniyaga? U 5 ta sotuvchini ishlatish uchun-da. Minimum qanday kuniga? Zo'r savol. Ya'ni qancha lit kerak sotuv bo'limiga aytsangiz, bizda bitta sotuvchimiz boya aytdim, bitta sotuvchi kuniga 50 ta yangi lit bilan ishlaydi. Yangi lit bilan 50 ta, eski litlar bo'lishi mumkin, u ham endi primern 50 ta bo'lsa, kuniga 100 ta zavod qilish kerak o'zi. Bizda boya minimum 50 ta deb aytdik-da. Ko'tarmadilar bo'lishi mumkin, shuning uchun muammo bo'lishi mumkin mana shu joyida. Lekin anunda aytadi, kompaniyaga aytdi, marketing navani pul tikaman deydi. Qancha desam $100 deydi. Zo'r aka, zo'r qilibsiz, kuniga nechta keladi desam, shu zo'r keladi lit, nechta 7-8 ta deydi. Aytaman, "Ali sotish kerak emas, sizga o'zingiz javob berib qo'yavering. Esmi yozib qo'ya qoling, nima qilasiz?" deydi. Aytadi, "Stories qo'yapman, 8 ta подписчигim bor" deydi. Telefonga aytib qo'ya qol, "Ichima qo'yganingni" deydi. Nima qilasan, stories qo'yib, ularni vaqtini olib. Xuddi shunaqa, ya'ni marketing lead bilan ta'minlab berish kerak. Sotuvchi bo'sh bo'lish kerak emas-da. Masalan, men Hyundai ishlayapman-ku, Hyundai'da lead yo'q bo'lib qoladi. Chunki odam keladi bu yoqqa. Quyosh chiqmaydi, odam kelmaydi. Nima qilamiz? OLXga o'tiramiz, OLXda, холодный qilamiz, sotamiz mashinangizni. $20 ming mashina sotilyapti. Amani mashinam bor $20 ming. Telefon qilaman, "Assalomu alaykum Doron aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?" "Zo'r, men Hyundai telefon qilmoqchiman, Sarvar. Aka, sotgansiz mashinangizni?" "Sen, men sotaman mashinani." "Mabodo aka, sotganingizga nima qilmoqchisiz?" "Men o'ylab turibman shu." "Aka, test drive ko'rasizmi? Tekin-ku. Haydab ko'ring, Hyundai Crafter Tucson to'g'ri kelar ekan sizga. Siz asini qo'shsangiz Tucson olar ekansiz." Aytasiz, "Nimaga yo'q? Why not?" Endi kelib mashina haydab ko'rish bepul-ku. Chaqiramas, mashina haydab ko'rasiz. Mashina sotilsa, katta ehtimol bilan men ushlab qolayman sizni. Chunki hali o'ylamaysiz nima mashina. Ko'rasiz, o'zi menda variantlar bor. Endi biz холодный qilishimiz mumkin. Ko'pchilik холодный qilmayapti. Nimaga? Chunki bilmaydi холодный qanday qilishni. Холодныйni sotib bo'lmaydi prям. Yani telefon qilib, "Assalomu alaykum, menda mashina bor, olasizmi?" "Yo'q, все qo'yib qo'yasiz." "Men nima deyman? Yo'q deya olmay taklif berishim kerak." Ana Don Carleon aytadi-yu, mashinaga offer beraman, yo'q deya olmaydi. Men aytaman, "Test drive-ni yo'qotasiz. Kelib bitta haydab ko'ring." Yoqmasa aytasiz menga, "Tam yoqmadi." KFC ishlaganimizda, KFCda yaxshi kassir, yomon kassir bordi. Farqi nimada deb aytsangiz, yaxshi kassir xohlagan narsani yeysiz. Yomon kassir bo'lsa, siz o'zingiz xohlagan narsani yeysiz. Men aytardim, masalan, kim kelsa xohlardim, u aytgan narsani yedirmayman, короче. Keladi, o'sha menga twister berar, aytaman, "Aka, boks masala yemaganmisiz?" Ana, "Yo'q, aka, hazillashmang, boks masala yemaganman." Demang, iltimos menga. Ana, "Ticho, jinnimisan sen?" deydi, "Nima qaraydi? Nima? Boks mas yeykansiz, qayta twister yemaysiz, ishoning menga." Ana, hayron. Xo'p, ber, bo'pti. Bo'ldi. Okey. Free urolma kattasini sous 3 xil qilib beraman, aralashtirib mazza qilasiz, okey? Zo'r. Xo'p. Bo'lsam, bitta o'yi sizga oxiri yoki bitta bayt qo'shib beraman sizga. Men eng kamini sous ma kesak zo'r keladi. Bitta oling shuni. Bo'ldi, xo'p. Uzoq 100 ming so'm bo'ldi. Bo'ldi deydi. Anobodo yoqmasa deyman, kelib menga aytib yoqmadi deysiz. Ya'ni mazza qilaman, chunki baribir bilaman, bu produktim zo'r, yoqadi hammaga, chunki bu kelyapti KFC yegani, işte bu yoqmaydigan narsa o'zi yo'q, chunki kelyapti shunday, oldin yeb yurgan odam. Shu yerda mazza qilaman, men aytgan narsani yegani uchun, bu yerda nima narsa, boyagi argumentga qarshi emas, ya'ni manipulyatsiya qilish emas, ya'ni sotuvchilik kuchi qanaqa ishlashin. Chunki siz keldi, hammasini aytsa, o'zi o'ldi, siz kerak emassiz-da. Hozir kiosklar bor, KFC kirsangiz, o'zingiz tanlaysiz, все. A u yerda upsell, cross-sell qilib bo'lmaydi. Ya'ni oshira olmaysiz chekni. Sotuvchining kuchi bu yerda qanaqa? Sizga zo'r shkola bo'pti-da, ya'ni o'rganish uchun. Men qani Men bunaqa narsa bo'lmagan, men KFCda hech boshqa joylarda ani sotib ko'rishmagan menga. Shunaqa, menga bo'lmagan. Men aytaman, tavsiya ber deyman-da, ну не знаю deb o'tiradi-da. Tavsiyam boshqa joy bor ovqat yeydish. Batman aytadi-yu, "Sen Supercell nima desa pullar" deydi-yu. Menda Supercell nima desa tajriba bo'lib qolganda, zo'r joy ishlab qo'yaman, tam Hyundai'da nima narsa, agar klient bilan ishlamasangiz, mashina artardingiz.
klient bilan ishlash yaxshiroq mashina artishdan ko'radi. Shuning uchun men o'tirib Olixda, assalomu alaykum, ani mashinani latdan oladi, rob qo'l latdan oladi. Buni qaraydi, kim ishlayotgan bo'lsa latdan beradi, mashina artishdan. Men o'tirib faqat zvonchga o'tiraman. Assalomu alaykum aka, sotasiz Epic'dan nima mashina olmoqchisiz? Endi menga shu shkola majbur. Ishlashim menga eng oson yo'l bo'lgan. Shuning uchun yaxshi shkola olib qo'yganman. Mana shkola sababchi bo'lgan. Men yaxshi ko'raman продажani shuning uchun. Shu yerda bitta rezyume qilsak bo'ladimi? Qarab turing. Demak, mana qadam-qadam tushunarliroq bo'lish uchun, chunki UTP va hokazo termindan kimdir tushunmagan bo'lishi mumkin. Kompaniya bilan ishlash jarayoningizda birinchi qadam analiz. Birinchi qadam biz 3 narsani analiz qilamiz. Bozoringizni, ya'ni bad bozor bor, hozir tushyapti, biz ishlay olmaymiz unda. Okey. Keyingisi raqobatchingizni va mijozingizni o'rganamiz. Mana shu 3tasi bizga to'g'ri kelsa, biz ishlaymiz. Agar to'g'ri kelmasa, unda yo'q, uzr. Birinchi qadam ketdi, ikkinchi qadam CRM mentoring qilamiz. CRM ni biz nimaga mentoring qilamiz? Kontrol qilish uchun kompaniyaga kelib CRM o'rnatib berasiz. 100%. Biz o'rnatib beramiz. Odatda Amo CRM va Bittrex farqi yo'q. Biz u yoqda maksimum kuch ishlatamiz. Avtodozvollar bor, SMS filtrlar bor, veb-saytdan qo'llab yurish bor, lead magnetlar qilish bor, hammasi CRM ko'rib. Buni polni o'zingizlar qilasiz. Hammasi o'zimiz qilamiz. Okey, uchinchi qadam. Ssenariy yozamiz. Har bitta воронка uchun alohida. Call center ssenariysi alohida, uchrashuvchini administrator, hostlar bor, hammasini ssenariysini yozib beramiz. Ular qanday ishlashi kerak? Bu 3-etap. Keyingi etap. 4-etap KPI hamda motivatsiya tizimi. Nimaga hammani motivatsiyasini bog'lab chiqamiz, bir-biriga integratsiya qilib chiqamiz va yillik motivatsiyalar qo'yamiz. Ya'ni ko'pchilikda yillikda. Men yaqinda bitta korxonaga yillik qo'ydik, zo'r sotuvchiga mashina. Ya'ni u yilda uni plan bajaradi va mashina yutib olishi mumkin. Hamma yutib olishi mumkin mashina. Bitta odam emas. Ro'pchi bitta brit olib qo'yadi-yu, ani kimga tushib qolsa, okey. Men aytaman, hamma olishi mumkin, planni bajarsa. Ya'ni siz oylik planingizni bajarib borasiz, yilda mashina yutib olasiz. Shu 4-etap, 4dan keyin 5-inchisi bizda обучение, отдел обучения. Nima qilamiz siz? Ko'pincha problema nimada? Xodimlar обучение bo'lmaydi. Boya aytdim-ku, обучение siz qanaqa bilsin uni. Yangi xodim keladi, shogird ustoz berasiz, o'rgat, anu ustoz o'rgatadi, keyin ketib qoladi anu. Demotivatsiya bo'ladi ustoz o'zi. Ey, o'rgatish kerak emas o'zi. Keyingisi keladi, "Всё, men o'rgan, telegram tashlab beraman, o'zing ko'r, o'rganib olasan o'zing u narsani." Biz обучение qilamiz, bu video formatda bo'ladi. Masalan, o'zim men video обучение yozaman, sotuv bo'yicha, skript bo'yicha, ssenariy bo'yicha, KPI bo'yicha yozaman va yangi xodim keladi, mana shuni ko'rsatadilar. Bundan keyin sen analiz qilaman, men test qilaman, undan o'tsin ishga tushasan, okey? Va tezlanadi. Onboarding chasi tezlashadi bizda, bu обучение. 5-etap обучение. 4-etap bor, naim, hiring, biz ayni xodimlarni yollab beramiz. Menda tarif all inclusive, men yaxshi ko'raman all inclusive. Masalan, consulting o'zingiz topib ham berasiz. Topib beramiz hammasini. Qayerdan olasan desiz, men o'zimda kirgizmayman, sotuvchidan o'qitaman. Full menga berishadi, o'qitaman. Ya'ni 500 ming so'm berishadi. Men ularni o'qitib tarbiyalashimiz kerak. O'zimda shkola bor, ya'ni o'zimda praktika ham bor, call center ham bor-ku. U yoqda ularni tayyorlayman, pishiraman va undan keyin o'zimni xodim kampalarni beraman-da. Ular o'zi CRM biladi, KPI ishlashni biladi, sotishni biladi, e'tiroz ishlashni biladi va tayyor xodim oladi. Ekotizim bo'pti-da. All-in ekanda, misol uchun bitta kompaniya egasi kelib, sotuvini ko'tarmoqchi bo'lsa, full paketni olib turib, hamma narsani haligi umuman aralashmasdan o'ziga qilib berishi. Shunaqa 7-etap bor, eng muhimi ana endi kontrol. Ya'ni biznes egasi nimalarni kontrol qilishi kerak? Dashbord chiqarib beramiz, u nimalarni ko'rib turishi indikatorlar. Rob ishlayaptimi, sotuv bo'limi ishlayaptimi, qancha pul kelyapti, qancha pul ketyapti, hammasi ko'rib turadi, biz kontrol beramiz. Endi qarang, 6-etapda aytdim, xodim yollab beramiz. Nimaga 6-etapda? Ko'pchilik biznes boshlaydi, birinchi xodim oladi. Birinchi xodim oladi, ishlayveradi. Keyin CRM qo'yadi, keyin KPI qo'yadi va har bitta etapda e'tirozlar olasiz o'zingizga. KPI qo'ysiz, "Okey, KPI kerak emas." CRM qo'ysiz, "Okey, CRM kerak emas." Excel yaxshi, ssenariy bersiz, "Okey, shundoq ham yaxshi ishlaymiz." Faqat e'tiroz. Keyin borlaring, ishlaring ketaveradi biznes egasi. Shuning uchun biz oldin sistemani razработка qilib olamiz va xodim olamiz-da. Shunaqa ishlash kerak, всё. Unda boshqa yo'l yo'q. Masalan, Hyundai'ga borasiz. Boshda shuni ishlaydi hozir. Da, boshdan to'g'ri ishlaymiz. Hyundai'ga borganingizda Hyundai sizga motivatsiyani qo'lingizga beradi, onboardingni beradi, produkt bo'yicha treyning beradi sizga. O'qib chiqasiz, bo'ldi, ishla. Hech narsa yo'q senga boshqa. Shuni o'rganasan, shunga rozimisan? Da roziman, bo'ldi, всё. Yaxshi oylik beradi, KPI'da zo'r, hammasi tayyor. Обучение hammasi tayyor, bo'ldi, siz ishlashingiz kerak. Hozir bizning mahalliy korxonalarda o'zgarish bo'laveradi. KPI qo'yiladi, keyin KPI admin bo'ladi, keyin fix admin bo'ladi, keyin CRM qo'yiladi, keyin CRM ketib qoladi, keyin обучение chaqirishadi, yana spiker motivatsiya ketib qoladi, ya'ni doim o'zgaruvchanlik. Va bu demotivatsiya qo'yadi sotuvchini. Shuning uchun biza siklni bitta aylantirib olganimizdan keyin bo'ldi, o'zi ishlash kerak. Ya'ni siz kirib, nima bo'pti o'zi, ne ishlayapsanlar, deyishingiz kerak emas. Biz ro'p ham qo'yib beramiz. Chunki bozorda eng hozir muammo bu ro'p yo'qligi. Na, shunaqa. Lekin menimcha bitta hozir ro'plar ko'payadi. Sotuv sohasi ancha rivojlanyapti. Hozir misol esingizda bo'lsa, oldin ingliz tili ustozlar bilan muammo bo'lardi. Va keyin yosh 18, 19, 20 yoshli yigitlar kelib dars berishni boshladi. O'sha 4-5 yil oldin hozir ingliz ustozlar o'ta ko'p. Juda oson bo'lib qolgan ingliz tili ustozini topish.
bu soha ham ancha rivojlanib ketadi. Albatta 100%. Mana qarang, hop hozir ko'p shu murakkab jarayonlarni gapirishyapmiz, ya'ni bu ekspertniz darajasida gapirishyapmiz. Tadbirkor mana sotuv bo'limini yaxshi tushunmasa-da, u nima qilish kerak? U o'zi o'rganib mashinasini o'zi qilgan yaxshimi yokida bitta qanaqadir rob olgan yaxshimi yokida sizdagi misol uchun konsalting kelgan yaxshimi? O'zi idealniy keys qaysi bo'ladi? O'zi eng to'g'ri yo'l rob olish kerak. Eng to'g'ri yo'l o'zi butun dunyoda roblar qiladi bu ishni. Ya'ni bizga kerak emasmi agar rob zo'r bo'lsa. Ya'ni hozir aytgan hamma ishimni rob qila olish kerak. Men o'zim robman deb aytsam, masalan CRM qo'yishni men bilaman o'zim. O'zim hozir o'tirsangiz CRM qilib bera olmayman sizga. Meni ishim chunki. Hozir rob olasiz-u, CRM topib ber deydi. CRM alohida pul to'la qilasiz. Keyin обучение qilish kerak, siz chaqirib ber qaysi spikerni deydi. Ustozlarni chaqirib обучение qildirib ber deydi. Hiringga, rekrutingga, HR ga ayt deydi. Hech qanday, sen nima keraksan o'zim? No, tepada turasan, prosta qarab kontrol, protsess kontrol. Faqat skript yozib beraman. Chunki skriptni iloji yo'q, undan qochishchi. Shuni ham yozolmaysangiz qayda borishadi. Analiz qilish bilmaydi bozorni. Qanday qarab sotib olganini ham bilmaydi. Chunki marketing qilsin deydi analizni. Endi qanday qilinish qolmadi. Bitta kontrol bilan skript qila olar ekan o'zi. KPI ham SEO chiqadi, KPI qo'yib bering menga deydi. O'zing KPI o'zi qo'ya olmaydi. Ya'ni o'zi eng idealniyda rob o'zi qilish kerak bu narsani. Bozorda roblar yo'qligi uchun yoki yaxshi roblar kam bo'lgani uchun va ular juda qimmat ishlayotgani uchun bizani chaqirishadi. Biz endi ancha kamroq summaga va tezroq va rob bilan birga qilib beramiz hammasini. Shunda u hozir ko'pchilik nima qiladi? Do'ron aka, Roshan aka, siz restoran ochsangiz, tayyor stul qidirasiz, tayyor kreslo qidirasiz. Всё, o'zingiz yasamaysiz. No, YouTube'da ko'ra olasiz, yasashni ham o'rgana olasiz o'zi. Lekin sizga bunga vaqt yo'q. O'rganish uchun to'g'rimi? Xolis tayyorni sotib oling. Xuddi shunaqa tizimlar ham bor, sotib olish mumkin bo'lgan. CRMlar yaqinda tendens paydo bo'lib ketdi. Bilasiz, protta IT kompaniyalar ERP qo'y, CRM qo'y deydi. Borsam, biznes egasi aytadi, "Men ERP yasaman" deydi. Kichkina bizneschi bo'lmasam. Ya'ni оборот o'zi oyiga bir reklama qilishadi. ERP yasaman deydi. Nimaga ERP kerak sizga? Tayyor CRM bor-ku, oyiga 100 ming so'm to'lab ishlataverasiz. Nima kerak bor desam, "Yo'q, men biznes protsessim qiyin, men bunaqa qilish kerak." Aytaman, "Aka, kim pixach qildi sizga bu ERP-ni? 5 ming yasaman" deydi. Ammo CRM'ni 5 ming dollar ketgan yasalishiga. 5 ming dollar ketib, va senga beryapti shuni 100 ming so'mga. Ishlat shuni. Nima qilasan? Yengilsan ixtiro qilib velosipedni. Aytaman, tayyor narsa bor. Xuddi shunaqa tizimlar ham bor. Xuddi shunaqa HR tizimlar, finance tizimlar, recruiting tizimlar bor, tayyorni kelib qo'yib ketadi sizga bo'ldi. U ishlaydi. Va shu tajribasi uchun pul to'laydi. Undan oldingi sonda ham Alisher Tojiyev mehmon bo'luvdilar. ITchi katta loyihalar qilgan odam aytayotdilar, loyihalar qildirmaylar deyapti. Ishlari shu. Ya'ni tayyor loyihalar ishlatadi. Shu tarafda hozir sizni ham hurmat qilishni boshladim. Ya'ni siz o'zi shu ishingiz kelib sizdan kim sotib olsa yaxshi-ku, o'zi rob qilish kerak, men qilishim kerak emas deyaptilar. Ya'ni roblar yo'qligi, muammo bo'lganligi uchun tizimni qo'yasiz. Alisher Tojiyev ham mana shu tizimni noldan qilib, mashaqali pul topadilar. Ya'ni komanda 150 ta xodim bor. Lekin shu odamlar tayyor yechim ishlatinglar deyaptilar-da, yozdirmanglar noldan. U faqat menimcha katta kompaniyalar o'zi yozdirish kerak deyaptilar-da. Va biznes prosesi tayyor bo'lgan odamlar. Bizda biznes prosesi hali tayyor emas. Nima qilish o'zi bilmaydi. Har oy nimadir o'zgarish bo'ladi va ular bechora ITga qiynalib ketadi. Oldin bunaqa yozib turgan bu kerak emas, bunaqa yozlaring deb bechora qiynalib tashlashadi. Shuning uchun o'ylashim bo'yicha, oldin biznesni qog'ozda bo'lsa ham tizimlashtirish kerak, qog'ozda bo'lsa ham, keyin uni softga o'tkazib, ERP, CRM ular muammo bo'lmaydi keyin. Qarang, siz mana aytib ketdingiz, robni olish kerak va rob hammasini qilish kerak, lekin men qo'shimcha qilib ketaman, menimcha har bir tadbirkor ba'zi darajada hamma sohani bilish kerak. Kompaniyada, ya'ni marketingni, moliyani, menejment, ayniqsa menejmentni professional darajada bilish kerak va sotuvni. Ya'ni har bitta sohada atrofida qanaqadir 5 ta glavniy ideyalar bor. Sotuvda misol ehtiyoj aniqlash, yaxshi ko'rinish, prezentatsiya paytida ko'zga qarash misol uchun va hokazo. Qanaqadir o'zini main ideyalari bor-da, yoki sotuv bo'limini boshqarishda. O'sha narsalarni tushunib olish kerak. Agar bu narsani bilmasa, keyin rob ishlatishda muammo bo'ladi. Ya'ni bitta tilimiz yo'q-da. Misol uchun men agar lead nima, konversiya nima, CRM nima agar bularni tushunmasam, nima kerakligi, skript nima, men bilan muloqot qila olmasam, siz ishingiz mening ko'zimga oson tuyulishga boshlaydi-da. Ya'ni nima marketologlar reklama qilib yuboradi deb o'ylaydigan tadbirkorlar ham bor-ku. Nega? Chunki ular shu darajada uzoqki kasbdan bilmagan narsamiz oson tuyulaveradi-ku. Yo'q. Вот. O'shaning uchun menimcha tadbirkor kamida bitta kitobni sotuv bo'yicha o'qib chiqish kerakdir. 100% hozir treninglar ko'p, aynan biznes bo'yicha. Bu trenerlar bizga yordam berishadi, to'g'risi. Chunki undan keyin odamlar o'zi bilyapti-da, nima kerakligini, raqamlarni hatto eshitishyapti, nima borligini, CRM kerakligini bilishyapti hatto va aytishyapti, CRM qo'yishim kerak ekan. Lekin jaydar tadbirkorlar bor, bozorchilar, ular hali treningga borishmagan, bilishmaydi. Unga tekinga qilaversam olmaydi, ishonasizmi? Masalan, men tizimim tam 15 ming dollar tekinga qilaversam kerak emas deydi. O'z muammosi bor, lekin tan olmaydi bu narsani. Mana treninglar rost yordam beradi ularga. Va yana bitta tomoni bor, hozir aytasiz, ana tadbirkor
ishi osonni bo'laydi do'st. Xususan teskarisi ham oddiy mutaxassislar uni aldashni boshlaydi. Agar bilmasa. Masalan, ro'p keladi, aka o'zi bozor shunaqa deydi. Ani tekshirish bilmaydi-ku. Nechta odam qo'ng'iroq qilish kerak o'zi, qancha test drive bo'lishi kerak, nima narsani kirib berish bilmaydi, shuning uchun okey shunaqa ekan deydi. Marketing aytadi, men 5000 lit berdim deydi. Nechtasi sifatli o'zi? 5000 lit berdim $1000 desa, "Voy, shuncha narsa bo'pti" deydi. Bilmaydi tekshirish. Ko'p tadbirkorlar nima qiladi? Meni chaqirishadi, "Sarvar, sana olmaymiz, bitta audit qilib ber, nima mana o'sha hatcha bilib oling." Aytaman, aka marketingdan ishlayotgan aka, sotuv bo'limida muammo yo'q. Sotuv bo'limiga qaramang, lutchi, marketing ko'proq pul tiking, все. Ya'ni startaplarga ko'proq marketingga qarash kerak. Ko'proq lead kerak. Lead bo'lsa, men qachon berayman? Lead ko'p sizda, konversiya qila olmayapsiz. O'sha chaqirsangiz, может yordam bera oliraman. Lekin lead yo'q joyiga men nima qilaman bor. Bitta zo'r keys bo'lgan, startapga sotuv bo'limi qurib berganmiz. 6 tami 6 sotuvchi tayyorlaganmiz, ro'p tayyorlaganmiz, lekin leadlar bo'lmagan. Kuniga 10 ta lead. 7 ta odamga. Bir-biriga qarab turishibdi, keyin sovulitlarni top sovulitlarga telefon qildik. 6000 ta sovulitga telefon qildik. Xullas sotuv bo'lmadi. Startapda mana shu kamchiligi bor ekan, produkt yomon. Mana bu yerda biz endi bilmaganmiz boshida, produktga kirmaganmiz, lekin 6000 ta litdan bitta sotuv bo'lmasligi, adashib хотя бы 20-30 top qo'yish kerak edi, 6000 ta litda 1% konversiya urib. O'shaning uchun startapga aralashmagan yaxshi, marketing bo'lsa-gina sotuv bo'lim kerak bo'ladi. Ya'ni marketing bo'lmasa sotuvchilar kerak emas-da, nima ish qiladi? Kimlar gapirishadi? Hozir ham xalodnichilar bor, bilsanglar, pisoschilar telefon qilishadi, suv filtrchilar, marketing call center ishini bajaradi. To'g'ri, call center marketing bajaradi. Ya'ni sizga lead topib beradi, telefon qiladi, aka, nima so'chasizlar uyda, tam filtr bormi, yo'q filtr. Masalan, bizda zo'r narsa bor, tekinga qo'yib ko'rsatishadi. Xo'p deysizmi, demonstratsiya so'raydi ular. Siz xo'p, siz bo'ldi, sizda lead bor, все. Galochka call center ishini bajardi. Qilishganman, sizga qilishganman. Sotuvchi boradi. Zo'r keys. Pilisos sotishmoqchi-da menga. Robotiling. Bilmadim, xullas $2,500 pilisos men sotishmoqchi. Men pilsoschiman bu yerda. Xullas, Dijitgan nomeringizni oldim. Ustozimni ismini aytyapti-da, ingliz tili ustozimni. Dijitgan hurmati, endi men anu qilishim kerak, keyin yo'q, bo'ldi, kerak emas deb qilmayman-da. Mayli endi o'zingiz olmasangiz kimdir nomerini bering, deyapti-da. Keyin yetib bordi. Dijitgan ham shunaqa demak ustozim joniga tegan. Keyin nomerini berib yuborganlar, men nomerimni. Yaqin berib yuborganlar. Zo'r qarang, zato lead oldi siz. Lead oldi. Keyin mendan ham so'rayapti. Endi keyin yetib bordi, biling, men bunaqa qilib bo'lmaydi. Endi men kimdir kontaktini bermay, yo'q, hech kimni bermayman dedim, keyin qo'yib qo'ydim-da. Lekin xullas yomon davleniya qilyapti-da, 10 minut. Keling, men ko'rsatib ketishingizni pul olmayman sizdan deyapti-da. Demak, u keladi, uyimga prezentatsiya qiladi, pilsos yoqadi, svetlarni o'chirar ekan, keyin changlarni ko'rsatadi, changlar yutayotganini ko'rsatar ekan, kim bitta tanishim sotib olibdi shunaqa qilib pilsosni $2,500 ga. Bor konversiya. Sotuv bo'limi quraman deyapsiz. Sarvar aka, masala nimada? Men o'zi mana ko'pchilikka qizig'i bo'lishi mumkin bu narsa. O'zi men doim tavsiya qilaman. Bu haqda hali ko'p to'xtalamiz, xolos podkast jarayonida ham. Sotuvchilik eng zo'r kasblardan biri deyman. Lekin hozirgi kunda sotuv men qanaqa muammo ko'raman biznes egasi sifatida sotuv bo'limini qurish deyapsiz-da. Kelasiz, qurasiz, etaplarni tushuntirasiz, mana bilan ishlaysiz aytaylik biznes sifatida. Misol uchun hozirgi kunda hamma joy arendaga, podpiska oladigan narsalar ko'p. Aytaylik, men kinoteatrga borguncha Netflix podpiskasini sotib olib ko'rib o'tirishim mumkin. Sizda ham shunaqa biror narsa bormi? Ya'ni sotuv bo'limini qurish bitta variant xolosmi biznes egasi uchun yoki boshqa uslugalar ham bo'lishi mumkinmi? Bor, bizda ikkita variant o'zi. Main produktimiz bu, flagman produktimiz sotuv bo'limi qurish bo'lsa, bu katta kompaniya tavsiya qilamiz. Va kichik kompaniyalar bor va ular sezonniy bizneslar bor. To'g'ri? Masalan, zapusklar yokida qurilish onlayn kurslar uchun. Da, qurilish kompaniyalar bor va ular qaysi periodda ko'p ishlaydi va qolgan payt passivniy o'tib ketadi. Bizda call centerimiz bor va call centerimizni o'sha zapusk paytida qurilish kompaniyalar yokida hozir maktablar, sizonlar, bog'chalar, to'g'rimi? Bog'chalar sizoni, universitetlarning bog'cha, o'sha paytda kerak call center. O'sha paytda chunki ular 100 ta odam ishlata olmaydi. 30 ta operator olamiz birdaniga, uni tayyorlash kerak, qiyin bo'lib ketadi. Menda 36 ta operator bor call centerimda va ular asosan o'sha kurslar sotish bilan shug'ullanishadi, outsource ishlab, yokida qurilish kompaniyalar bilan ishlaymiz. Bu qanaqa? Qurilish kompaniyada eng muhim narsa bu odam kelishi showroomga. Отдел продаж kelish. Va bizning vazifamiz leadni, ya'ni murojaatchini vizit qilib beramiz, tashrif qilib beramiz. Ya'ni sizga lokatsiyani tashlab berib, sizga qiziqtirib, progress qilib sizni yuborishimiz kerak. Ishinglar o'sha bilan baholanadi. O'sha bilan baholanadi va oxirida kelgandan keyin bizga to'lov qiladi kompaniya egasi. To есть men biznes egasi sifatida
qulay ekanda, qo'pol qilayotganda men biznes egasi sifatida butun boshli mashinani olishim shart emas. Albatta. Mashina kerakli paytisidan olib turib minib tursam bo'ladi. Rentkarga olib turasiz. Sotuv bo'limingizni arendaga olib tursam bo'ladi. Faqat sizda periodik biznesli bo'lsa, sezonniy biznes bo'lsa, doimiy bo'lsa, unda bari o'zingiz bo'lgan yaxshi. Doimiy bo'lsa qurganim yaxshi, to есть doimiy menga sotuv bo'limi kerak bo'lsa qurganim yaxshi. Agar mabodo ham 3 oy yozda marojna sotadigan bo'lsam, qo'pol qilayotganda, men undan ko'ra qurganda va 9 oy ishlamayotganda sizdan foydalanib qolganim yaxshi. No, asosiy mijozlarimiz ham prodyuserlar, ya'ni zapusklar, chunki zapusk bilasiz, o'zingiz ham xuddi shu sohadasiz, ya'ni 1 yilda, ya'ni 5-6 marta zapusk bo'ladi, uzoq. Ularda doimiy tarzda 20 marta ishlab turish nevigidni. Chunki bu oy zapusk bo'ldi, keyingi oy просто oylik to'laysiz ularga. Eng zo'ri ketsiz olsiz, yangi xodim, yaxshi xodim olish ham qiyin. Manda call centerda shunisi yaxshi, что bitta ishlab turamiz, bitta paytda bosh zapuskda, keyingi payt bosh zapuskda ishlab turamiz. Bu o'sha ularga doim tayyor ekanda, ya'ni qassoblar molni haydaverasan, so'yib berishadi, molni haydaverasan, so'yib berishadi. Primer shunaqa ekan. Ya'ni yana bir marta rezyume qiladigan bo'lsam, asosiy mavzudan gapirishimizdan oldin sotuv bo'limini kelib qurib berasiz. Va agar pram qurdirmoqchi bo'lmasam, sezonniy biznes bo'lsa, menga shunchaki sotuv bo'limingizni tajribali sotuvchilaringizni ulashib turishingiz mumkin, men ulardan foydalanish mumkin. Xuddi shunaqa. Asosan o'sha produktlarning cheki ham bor bu yerda. 2 million so'mdan 10 million so'mga bo'lgan produkt sotamiz. Chunki 10 million yuqori bo'lsa, o'sha odam ko'rish kelib qoladi. Hech qaysimiz hali iPhone'ni onlayn olmaymiz-da. O'sha borib ko'rib ochib olamiz, chunki qimmat. 2 milliondan past bo'lsa, unga juda ko'p son kerak. Masalan, aytishadi, 100 minglik produktimiz bor deydi. U yerda prosta son juda ko'p odam kerak, shuning uchun biz olmaymiz. 2 milliondan 10 million orasida cheklarni qabul qilamiz sotishga. Bu ham o'zi bizda prodyuserlar masalamiz hal bo'lib qoladi. 3 oy oldindan bron qilib qo'yishadi. 3 oy oldindan call center. Xo'p, mana bitta narsa menga qiziq. Yaqinda nima bo'ldi? Bitta joyda ariza qoldirgandim, men telefon qilyapti. Siz idealni gaplashyapti-da. Keyin robotmisan desam, ha, robotman deyapti-da. Xolos, robot gaplashayotgan ekan men bilan. Boshida tushunmadim, bir 5 kun gaplashdim, tushunmadim-da. G'alatiroqmikan deb o'ylab qoldim-da. Endi men buni ko'ryapman va bu menimcha rivojlanadi va shu odamiylashadi deb aytaylik. Sun'iy intellekt. Ha, ya'ni sun'iy intellekt ishlatilyapti. Mana qanaqa xulos paydo bo'lyapti, yaqinda bu kasb bo'ladi degan xulos paydo bo'lyapti-da. O'zi qanaqa fikrdasiz, ya'ni sotuvchi kasb bo'ladimi, qisman o'ladimi yoki yo'q, doim odam operatorlar bo'ladimi? Zo'r savol. GPT-ni o'ziga ham savol berdik biz. GPT-ni o'zi ham aytadi, 2050-yilgacha top lavozim, ya'ni top mutaxassislik sotuvchilar bo'ladi. O'zingiz turibdi. 2050-yilgacha, 2050-dan keyin kamayishi mumkin. Men aniq aytaman sizga, premium klass sotuvchi aniq bo'ladi. Siz hech qachon tam Ferrari'ni AI dan olmaysiz. Yoki kirib Walmart sota olmaysiz. Yoki kirib Amazon olmaysiz. Siz borib gaplashasiz sotuvchini va undan sotib olasiz. Va premium klassda odatda emot sotiladi. Faqat emot. Masalan, qimmat uy nisvondan uyayotganingizda siz AI ga ishonmaysiz. Siz sotuvchiga gaplashishingiz kerak. Kim olib yashab ko'rgan bu yerda. Necha pul sotsa bo'ladi, u bilan gaplashib, ubeditsiya qilib keyin olasiz. Shuning uchun men o'ylayman, arzon cheklar hammasi AI o'tib ketadi. Arzon aytaylik, tam 10 million so'mga bo'lgan cheklar deylik. Hammasi AI o'tadi, tam AI narx aytadi, все, bu yerda o'zi qiyin emas sotib olish. Lekin qimmat cheklarni sotish uchun AI menimcha kuchsizlik qiladi. Chunki biz odam ichiga kirishimiz kerak, bu biz psixolog bo'lishimiz kerak, biz yurist bo'lishimiz kerak, biz do'st bo'lishimiz kerak, 3 oylab yurishimiz kerak. Men boya ham aytdim, 11 oy yurganman. 11 oy. Qaysi AI 11 oy yura oladi? AI to'xtaydi. AI bitta minus tomoni bor hozir. Ko'pchilik o'tgan bo'lsa, qayta aloqa qilmaydi. Faqat savol javob beradi. Zaпрос обработка qilib beradi. Bizda eng katta yutug'imiz biz u bilan 11 oy yashashimiz mumkin birga. Shuning uchun o'ylashim bo'yicha AI oladi qismini arzon cheklarni. Agar siz arzon sotuvchi bo'lsangiz, ya'ni emot sota olmasangiz, aptekada ishlaydi-ku, ya'ni olib berib yuborsa, o'rniga boshqasi bor deydi-da, AI bu ishni aniq qiladi. Yoki do'konchilar ham, ya'ni olib berib yuborsa bu shart emas. Sizlar kartingda sotuvchi yo'q. Kassirlar bor faqat, o'zingiz tanlab olasiz, siz o'zingiz xulosa qildingiz, o'zingiz oldingiz, sotuvchi kerak emas. Lekin qimmat cheklarda premium klassda sotuvchi har doim kerak bo'ladi deb o'ylayman. Yaqin kelajak to'chni bilasan, qo'rqmasa ham bo'ladi. GPT 2050-yilgacha ham aytdi. O'zingizning fikringizni yozinglar shu borada, izohlagan обязательно. Sababi juda ham sporniy masala-da, haqiqatan ham. Chunki boshqacha fikrlarni eshitdik biz bu yerda o'tirib. Men o'zim ham bu haqda fikrim bor. То есть, xudo xolasa sotuv kasbi alay bo'lmaydi. Hali ketmaydi. No, men shu joyga bitta narsa ayta olaman. Kelganingiz uchun rahmat. Bitta masala, men doim sotuvchilarni tavsiya qilaman. Любой kim bo'lishidan qat'iy nazar, qatga borishdan qat'iy nazar sotuvchilik maktabini o'tdingman. Sotuvchilik maktabi beradigan narsani menimcha hech narsa hech qayerda bera olmaydi. Bu stressga bardoshlikni, bu dunyoni konversiyasini to'g'ri tushunish boshlaydi. Chunki odamlarning miyasida umuman noto'g'ri kartina. Men doim so'rayman, yaxshi sotuvchi 100 ta odamga shuni telefon qilib chiqsa, holodniy litlarga. Nechtasiga sotatsam 90% deydi odamlar. Ularning miyasida umuman noto'g'ri raqamda-da. Bitta biz 6000 lit bilan. Ha, biz voy deyman.
10% sotsa u shokolad deyman, u millioner unaqa odam, u imkonsiz narsa. Shu narsani tushuntirganimda odamlar keyin o'ziga keladi, "Da, dunyo bunaqa ishlar ekanmi?" deydi. Ya'ni e'tibor beringlar bitta narsaga. Bugungi suhbatimizni обязательно yana bir marta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Sababini aytaman. Bu yerda bitta masala bor. Bunaqa kartinasi xayoliga o'tirib qolgan inson ko'p harakat qilmaydigan bo'lib qolar. 5 marta 6 marta qiladi-da, o'xshamadimi deb o'xshamaydi. Sotuvchi odam 500 marta qilib turib, hali endi boshlayib turgan bo'ladi. Tushundim. Hali endi boshida bo'ladi yo'l. Masala shunda. Xo'p, bizda anaqa bor. Bizni o'zimizni an'anamizga binoan sovg'a bor spikerdan. Eng zo'r savol egasiga. Da, eng zo'r savol egasiga yoki insight egasiga pastga o'zingizlar savollarni, insightlarni yozinglar. Обязательно telefon raqaminglarni qistirib qo'yinglar, chunki biz Telegram username'ni qistirgan yaxshi, sabachkasiz, chunki bitta narsani aniqladim. Juda kam nomer bilan qoldirishyapti desam, YouTube hozir blok qiladigan funksiya qo'shgan ekan. O'shaning uchun Telegram blokladi. nomer bilan qoldirgan kommentlarni ko'p aksariyatini blok qilib tashladi. YouTube'dan anonimiz. O'shaning uchun xullas nomerlarni qoldirmay, Telegram username qoldiringlar. Sabachkasiz yozsanglar ham mayli, biroq Telegram username siri mana aytib Pasport qo'yinglar. daninglar bilan kartalar Keyin kartalarni orqasida CV kodi bilan qoldiringlar. Telegram username именно. Telegram username kerak, shunaqa qilib aloqaga chiqamiz. Zo'r. Ya'ni eng zo'r savol egasiga. egasiga Sovg'a qanaqa sovg'a berasiz? Zo'r. Agar ular mutaxassis bo'lsalar, biznes egasi emas, mutaxassis bo'lsalar, bizda kurs bor, sotuvchilik kursi, 8 ta moduli bor va ropli kursi bor. Ya'ni sotuv bo'lim qurishni o'rgatamiz, buni bepulli beramiz. Bu qiymatini aytaman, sotuvchilik kursi $500 turadi, ropli kursi 1,5 ming turadi. Mana shu ikkalasi ham $2000 qiymat. $2000 qiymatni beramiz. Bu rostdan sotamiz shu narxga. Agar biznes egasi bo'lsalar, ko'p biznes egasi CRM kerak, CRM bepulli o'rnatib beramiz. Bepulli. Buning narxi qiymati $1000 atrofida. O'ziga kerak bo'lgan mahsulot bor. Qaysi bir kerak bo'lsa. Ko'ramiz tadbirkorlar. Agar CRMlari bo'lsa, kirib to'g'rilab, shu AI lar qo'shib berishimiz mumkin. Ya'ni avtorobotlar qo'shib beramiz, avtodozvollar qo'shib beramiz. Kuchli qilib, tuning qilib beramiz, u ham bepulli. Zo'r sovg'a bo'ldi. Izohlarga yozinglar, like bosinglar, videoni maksimal ravishda ko'proq tanishinglarga jo'natinglar, yordam bergan bo'lsa, sababi nafaqat bizga, balki tanishinglarga ham bu video, bu podkast shaxsan men uchun juda ham foydali bo'ldi. Kelganingiz uchun rahmat. Katta rahmat Sog' sizlarga. bo'ling, omon bo'ling. Bismillah, shog'laning. Paka. Rahmat katta. Sotuvni rivojlantiringlar. Sotuvni rivojlantiringlar.